Xanum kim? Bitta so'z bilan aytganda. Qassob desamchi, ruhiyat qassobi. Men o'zimni isbotlagim kelmaydi. Isbotlamang. Men prosta qiziq, o'zi kimsiz, sizga kim murojaat qiladi degan savol ochmoqchiman. O'zini anglamagan inson murojaat qiladi. Men qachon o'zimni anglamayman, shuni ochib bering, men o'zimni his qilay. Keyin bolaliging bilan ishlaymiz, keyin ota-onang kechirish bilan ishlaymiz, keyin munosabatlaringni tuzatish bilan ishlaymiz. Emas, innovatsiya bilan javob berishni tanlayman. Mana shundoq optim supurib olar ekansiz deb bilmayman. Pullarni ham shunaqa hisoblasangiz kerak. Toshkentda bilmayman 40 ta 50 ta kvartiraga ko'chgan bo'lsam kerak 7 yil o'qish davomida qiz bola sha'ni, turmushga chiqish juda ham dolzarb narsa edi. Ayollarni eri как будто bir-biriga o'xshagandek bo'ladi. Chunki ayolni qolipi, ayolni ong doirasi kelgan erkakni shunga moslashtiradi. Universitet paytimda esdan chiqarishgan, bu kim edi? U rostdan ham deymi deb aytishadi. Sizda qiz o'shamidi-mi? Ha, har doim hech qachon tanishmaydi. Oppoq qog'oz. Nima beradi? Men o'zimni to'kaman. Tushkunligimdagi holatimni anglayman. Ya'ni qo'rquvlarim sifatli qo'rquvga oshdi, lekin baribir qo'rquv. Insonkan hamma bilan bir xil tuyg'uni yashaydi, lekin hamma o'sha tuyg'uga har xil murojaat qilgani uchun hamma har qayerda. Uy meni xursand qiladimi? Uyga tikkanman. Nima uchun uyga tikkanman? Chunki men juda ko'p kvartirada turganman va ko'p joydan haydalganman. Juda ko'p og'riqlarim bor uy bo'yicha. Chiroyli uyni orzu qilganman. 5 yil oldin 5000 bilan Kalubda bor alamim meni ko'rsatdimi degan jarda bo'lgan. O'sha jardadan chiqishingizga qancha vaqt ketdi? Endi loyiqlik hissi deganda, men joylikka loyiqman, men 100 ming dollar sovg'aga loyiqman deb o'tirgan joyida ko'zi yaratish kerak emas-da. U o'zi nimaga loyiqman deb deyotgan bo'lsa, shunga teng keladigan talantini qo'ysin. Sog'lom hayot tarzi juda ma'qul. Yuramiz, yuguramiz, energiyaga to'lamiz. Lekin oldi qish. Lumiyerda biz nafaqat harakatda bo'lamiz, balkim o'zimizni to'liq qulaylikda his qilamiz. Toping. Qulay servisga ega bo'lgan bar va xushmuomala xodimlar. Sovuq kunda tanaga rohat beradigan sauna, jakuzi hamda basseynlar. Assalomu alaykum azizlar, Kalibr loyihasi yana efirda. Kalibr mavzusida biz insonlar qarichi, dunyo qarashi, maqsad sari intilishidagi fikrlarni va har bir insonni yangi kitobga o'xshatamiz. Ularning ichki dunyosini va aksini yoritishga harakat qilamiz. Biz odatda ko'pincha qahramonlarimiz erkak kishi bo'ladi, lekin ayollarimiz ham bugun juda o'sishga alohida e'tibor bergan bir paytda O'zbekistonda ko'plab ayollar qalbidan joy olgan yaxshi soha mutaxassislari yildan yilga soni ko'payib boryapti. Bu esa ayollarimizni kalibri, dunyo qarashi, qarichi o'sishiga ta'sir qiladi. Bugun biz ayollar mavzusi haqida gaplashamiz. Bugun biz o'sish haqida gaplashamiz. Bugungi qahramonimiz Xanum taxallusi bilan ko'pchilikka tanish bo'lgan mehmonimiz Dilrabo Norqulova. Dilrabo-xon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Men ham xursandman. Va nihoyatsiz Taklif uchun katta rahmat. Kalibrdasiz. Men uchun juda katta mas'uliyat bu loyihada ishtirok etish. Juda ham xursandman taklif uchun. O'zi bu juda hali kutilmaganda bo'lib ketdi. Kutilmaganda bo'ldi. Men kutmagandim, siz kutmagandingiz. Men ham kutmagandim. Demak, bu Allohning fazli, karami va marhamati. Odatda qahramonlarni tanlashimiz har xil holatda duch keladi. Kimdir bola yig'lamasa ona sut bermaydi. U yoki bu qahramonlarni suhbatga taklif qilinglar deyshadi. Odatda men o'zim yaxshi ko'rgan, samimiy hurmat qilgan, qadrlagan insonlar bilan suhbat qurgim keladi. Yana kimlardir aytishadiki, Hasan aka, biz
Kalibr loyihasida ustozimiz yoki bir o'zimizga yaqin bo'lgan insonimiz chiqishini tavsiya qilamiz. Sharti qanaqa, tartibi qanaqa deyishadi. Uni ham shogirdlarimiz bilan maslahatlashgan holda bir reja qilamiz, lekin Dilrabo xonim Norqulovani shogirdimiz Islomjon tavsiya qildi. Hasan aka ayollar sektorida bir alohida olov bo'lib yonib kelishyapti. O'zlarining auditoriyasi yaxshi, mavzusi yaxshi deyishdi. Bugun siz bilan bir qatorda Dilrabo xonim kashf qilamiz. Rahmat. Undan oldin uchrashgandik boshqa loyiha bo'yicha. Restoranda. Aman Mustafa Beyich bilan. Shunda ichimdan o'tganda shu insonni ko'rsatuvlariga borsam, zo'r gaplar aytaman, hali meni kashf qilmadilar bu yoqda deb ichimda tikib qo'ygandim. Xudo o'ziga oson. Lekin qiziq, haqiqatdan ham bugun birgalikda kashf qilamiz muxlislarimiz bilan. Menga shunchaki qiziq. Kalibr loyihasidan oldin Xanum Dilraboxon Norqulovani taniganlar bo'lsa, men oldindan tanirdim Kalibr loyihasigacha deng. Bugun birinchi marta o'zingiz uchun kashf qilayotgansiz. Men shu bugungi efirgacha ularni eshitmagan ekanman yo tanimas ekanman deydi. Shu bahona biz auditoriyamiz ikkiga bo'linishi proporsiyasini kashf qilamiz. Kalibr loyihasini oldin kuzatishga imkon bo'ldimi yo'qmi? Bo'ldi, albatta. Kim bilan bo'lgan suhbatlarni kuzatdingiz? Ra'no Mo'minova, katta tadbirkorlar, ismini hozir aytish noqulay. Nimaga men bu loyihada juda ham ishtirok etgim keldi, ochiq aytaman. Mantiq bu yoqda asosiy o'rinda, aql, strategiya, hamma narsa aniq. Juda ko'pchilik o'ylashadiki, motivatorlar yoki mana shu aqlvantirlar mantiqqa tayanmaydi, faqatgina motivatsiya beradi, xayollarda uchadi deb o'ylashadi. Bu loyiha meni mantiqan ham kashf qilish uchun zo'r loyiha. O'sha uchun men bu loyihaga kelgim kelgandi. Chunki men sizdan qocha olmayman, olib qocha olmayman gapni, motivatsiya qila olmayman. Siz meni mantiq bilan yoritasizda. O'sha uchun aslida meni hamma gapim fizika, matematika, geometriya asosida bo'lganini faqatgina soha mutaxassislari biladi. Ko'pincha ayollar menga aytishadiki, men audioyozda qo'ygan paytimda, darslaringizni eshitayotgan paytimda mendan ko'ra turmush o'rtog'im yaxshiroq tushundi deyishadi. Chunki ular mantiqli-da deb aytaman. Meni gapimda oldi qochdi narsa emas. Agar yaxshilab e'tibor qilinsa, lupa bilan qaralsa, fizika bor, geometriya bor, matematika bor. Alohida fizikaga to'xtalishni xohlardim, chunki men maktabda fizika jinnisi bo'lganman, laboratoriya ikkinchi uyim bo'lgan. Uyda zo'rg'a dadam laboratoriya xonasidan ketma-ket ulab, parallel ulab simlarni shu joydan olib ketar edi dadam. Hayotim davomida bildimki, hayot bu fizika. Faqat tabiat hodisalari bor, inson hodisalari bor, ruhiyat hodisalari bor. Proporsiya bir xil. Nisbatan olib qarasangiz bir xil ekan. Shunda men bir paytlar o'rgangan fizikani hayotimda ruhiyatim uchun qo'llay boshladim. O'sha qonunlar, o'sha tartiblar, o'sha geometriya, aniq fanlarni yaxshi ham matematika, geometriyalarni maktabda shu o'rgangan ekanman dedim. Hattoki adabiyot va fizika o'qituvchim talashishardi menga, nima qilib aytishardiki, fizikani o'rgansang, bora-bora o'rtoqlaring mashinasini tuzatib beradigan bo'lasan. Meni fanimga o't deb adabiyot o'qituvchim shunaqa talashardim. Men geometriyani, fizikani, matematikani yaxshi ko'rardim va fan olimpiadalariga borardim. Fizikada, masalan, respublikada yutganman. Zo'r. Demak, siz fizika, geometriya va matematika kuychisiz deb bemalol aytishimiz kerak. Lekin o'sha fizika, matematika tilida gapirsangiz tushunmaydi-da. Buni hayotga bugun qaysi qirrasini, qaysi eshigidan tatbiq qilishga yordam beryapsiz? Kimlar sizni fizikadagi bilimlaringizdan, geometriyadagi bilimlaringizdan, matematikadagi bilimlaringizdan sizni talqiningizda qaysi saboqqa olib, qaysi yechimni topishyapti bu? Matematikada misollarni yechish bo'lardi. Meni eng yaxshi ko'rgan mashg'ulotim bitta masalaga 4-5 xil javob topishida, yechimida. Hayotiy masalalar ham shunaqa. Hayotiy masalalarni ham tenglamaga solasiz. Bu taxminda to'g'ri chiqyaptimi? Bu taxminda to'g'ri chiqyaptimi? Mana shu o'zi bilan kelishuv. Matematika bu o'zi bilan kelishish va kelishish uchun har xil taxminlar, har xil misollar, har xil hayotiy aspektlarni qo'yish mumkin. Zo'r. Xanum kim? Bitta so'z bilan aytganda. Adabiyotchimi, shoirami, psixologmi, nevropatologmi, motivatormi? Ozgina qassob desamchi, ruhiyat qassobi. Siz ruhiyat kuychisiz-a? Ha, nima ruhiyatda nima qassoblik qilyapsiz?
Masalan, juda ko'pchilik o'zini holatini yaxshi o'qiy olmaydi. Mana sevyapman deydi. Sevgini ham har xil rangi bor, balki yoqtirgandir, balki oshiqdir, balki har xil. Uni rangi bor. Ko'pincha insonlar u rangiga qaramasdan bitta so'z bilan men shunaqaman deb, masalan, men jahl qilyapman deydi. Jahlni ham har xil inson holatida farqi bor. Endi ruhiyat qassobi deganimda bu orada meni amakim qassob edilar, har doim bilardik qo'yni ichak-chavoqlari qayerda nima joylashgan. Xuddi shunaqa insonning ichida holatlarini men qayerda yuragi uryapti, qayerda o'pkasi turibdi, shuni aniq ko'ra olaman. Chunki buni men 30 yil mashq qilganman. Faqat o'zim bilan o'zim bo'lganman-da. Odamovi bo'lganman. Odamovi tashqariga murojaat qilmaydi, ichkariga murojaat qiladi. 30 yil mashq qilganman deysiz, men siz 26 yosh qiz bo'lsangiz kerak deraman. 30 yil. Sho'chki 26 da o'chirganmiz kerak. Demak 30 yil shu sohada tajribangiz bor, qo'lishingiz yoshcha, zo'r. Shu ma'noda qassob dedim, men bilamanki inson o'zini tashqari bilan hamonkora bo'lgani uchun o'zini tarjima qila olmaydi va men u paytda men tarjima qilib berib turaman. Bo'ldi deb munosabatlarni tugatganda aslida tugatmaganini, aslida ruhiy uzilmaganini, aslida qachon o'zi bilan kelishuv bo'lganda vaziyatlar tinchlanishini, bularni men ularni tili ichi bo'lib gapirib beraman. Zo'r. Demak, sizni oldingizga kimdir kelib kursalaringizda yoki onlaynlaringizda, onlayn darslaringizda qaysidir savollarga, jumboqlarga javob topadi. Javob topadi. Hayotda halovatini yo'qotgan, xotirjamlikni yo'qotganlar murojaat qiladimi sizga? Asosan ha. Ayollar asosan, erkaklar, oilaviylar ham murojaat qilishadi. Oilaviylar ham murojaat qilishadi. Demak, qaysi muammolar bugungi kunda bu jamiyatda juda ko'p kuzatuvlaringiz? Pul mavzusi, va kasb. Oilaviy munosabatlar. Xo'p, eng og'riqlari nima bo'lyapti? Eng qizig'i, qaysi mavzuni ko'tarib kelishmasin, odam o'zi bilan o'zi kelishmaganidan kelib chiqadi. O'zini tushunmaydi. Nima u? Mana tashqarida kiyimini rangini biladi, sportivniymi yo klassik, hammasini biladi, lekin u qadar ichini bilmaydi. Va men uni ichini gaplashib xaritada bu joyda men bu tuyg'ung bor ekan, bu o'zing bilan shu borada kelisha olmayapsan aslida deganimda ha deydi-da, o'zi xulosa qiladi. Ko'pincha o'ylashadiki, coachga borsam menga aniq bir yechim beradi, tinglaman javobini yechib beradi. Yo'q. Men birga masala yechishni o'rgataman. O'zi keyin o'zi savoliga javob topadi. Bu jarayon qancha vaqt davom etadi? Hammada har xil. Kimda 1 soat, kimda 1 oy? Coachga kelgandami, men bilan alohida shug'ullanishga kelsa, men har doim aytadigan bir gapim bor, balki men uni hayotining sahnasida bir marta ishtirok etarman va bu sahnada men 2 soat berildimi, 2 soatda butun bor kuchim bilan mehnat qilib shu insonga beradiganimni berishim kerak. Ya'ni undan keyin kel yoki undan keyin nimadir bo'ladi degan narsa yo'q. Hozir va shu yerda men hal qila olganimcha hal qilishga harakat qilaman va ko'pincha aytishadi, o'sha paytda tushunmadim deydi. O'sha paytda menga qanaqadir katta energiya ta'sir qildi deydi. Ya'ni juda ko'p gaplar aylangani uchun balki yecha olmadim ongimda nima deyotganingizni, lekin keyinchalik ha dedim deydi. Ya'ni bitta operatsiya bo'ladi, keyin tuzaladi. Paraqvoy bo'lman tashimizda sekin ochiladi. Shippuchkaga o'xshab ta'sir qiladi. Shunday. Demak, svetoforga o'xshatadigan bo'lsak insonlarning hayotini, yashil bu juda yaxshi xotirjam holat, sariq noaniqlik, qizil juda holat chatoq. Ko'proq qizil yo sariq holatda kelishadimi, yashilda keladiganlar ham bor. Oxirgi paytlar yashilda ko'proq kelishyapti. Nima beradi yashilda kelgan? Shundoq ham yaxshi bo'lsa. Hozirgi darajamda eng ko'p yashillarni qabul qilyapman. Nima uchun yashil? Rivojlanayotgan inson yana ham rivojlangisi keladi. Qizilda turgan insonni urib ham, oyog'ini sindirib ham yashil bor degan narsaga ishontira olmasligingiz mumkin. Balki u qizil o'zini qizilligidan bexabar bo'lishi mumkin. Lekin menga kimdir keldimi, demak u yashilni his qilib sariqda kelgan bo'ladi yoki yashilda keladi. Chunki mashina haydayotganingizda 30 tezlikdan keyin 40 tezlik borligini, 40 dan keyin 100 tezlik borligini oyoq qo'lingiz his qiladi va shunga qarab intiladi-ku. Va yashilda insonlar yana ham ko'proq o'zgisi kelgani uchun. Hop, mana men oldingizda bitta o'zimni sariq yoki qizil holatim xabar borligidan xabarim yo'qdir. Menga o'xshagan yashillar
qaysi qaysi og'riq yo qaysi umid bilan keladi. Mana men keldim yoki bugun men sizni suhbatingizni eshitdim Kalibrda. Sen meni ishontir muhabbatingga va men nechun sevaman O'zbekistonni degandek, nimaga men Dixanim onlayndir, offlayndir kanallariga o'tishim kerak? Mabodo siz YouTube, Facebook, Telegram, Instagram kanalingizni bilmaganlar biz. O'zim uchun nimaga sizni kashf qilishim kerak? U kashf qilgandan keyin qanaqadir onlayn yoki offlayn tadbirlaringizga nimaga qatnashim kerak? Va nihoyat qaysi holatda men sizga murojaat qilishim kerak degan savolga yechim beringlar. Men masalan bugun birinchi marta sizni kashf qilaman. Balkim siz menga juda ham kerak insondirsiz. Nima uchun kelish kerak degan savolga o'sha mutaxassisning o'zidan ko'ra uni eshitayotgan inson javob topadi o'zi. Chunki bilasizmi, shamol bitta esayotgan shamol hammaga har xil ta'sir qiladi. Men hozir ming sizga o'zimni isbotlaganim bilan. Siz isbotlamang. Men o'zimga sal yana 2-3 marta aytsangiz xo'p devoraman. Men ham ichimda bilgan yoki bilmagan holda u yoki bu og'rig'im yo u yoki bu umidimni yechim bor ekan. Marg'ilonda shunday kelinimiz bor ekan, bilmay yurgan ekanmiz degan savolga javob topmoqchiman. Meni tanigan, tanimagan inson uchun bitta narsani dasturxonga shunday qo'ya olaman, o'rtaga qo'ya olaman. Inson o'zi hozir turgan, erishgan darajasidan ko'ra ko'proq narsaga erisha oladi va men buni ochib bera olaman. Xo'p, mana uzoqqa boring, ochiq. Mana master class. Hasan aka, nima yo men Dixanimga keldim, yo Dixanimga keldim. Nima menga yordam bera olasiz? Mana ayting, savollar bering. Nima menga yordam bera olasiz? Yo, men nima sizdan qanaqa malham yoki yechim olaman degan savol ochildi. Men hali topa olmayapman-da, qaysi nimaga osilishga. Shunchaki qiziq. Bir o'ziga qolgan. Chunki boshida kechikdimda shuncha. Yo'q, emas. Devor o'zi paydo qiziq. bo'ldi. Mana auditoriyam katta. Har bir insonning dardi bor. Yaqinlarimiz, do'stlarimiz, aka-ukalarimiz juda ko'p yaqin auditoriyamiz bor. Men o'zimni isbotlagim kelmaydi-da. Isbotlamang. Men prosta qiziq, o'zi kimsiz, sizga kim murojaat qiladi degan savol ochmoqchiman. O'zini anglamagan inson murojaat qiladi. Men qachon o'zimni anglamayman, shuni ochib bering, men o'zimni his qilay. Aslida inson o'zini shu piyozga o'xshab po'stlog'ini yechib anglab, meni asl po'stlog'im bu ekan deb ketaveradi. Va har bir yoshda inson anglamagan va anglangan qismi bo'ladi. Va men eng ko'p anglanmagan qismiga yordam beraman va anglagan qismini o'ziga ko'rsatib. Misol uchun, u $10,000 daromadga chiqqan bo'lsa, $10,000 daromad bo'yicha tajribasi bor-ku, lekin u esidan chiqargan $100,000 uchun qotib qolgan. U xohlaydi $100,000 ishlashni, lekin u $10,000 ishlay olgan, faqat tajribasini unutgan. O'sha $10,000 paytidagi kayfiyati, ruhiyati, nima qanday strategiya qilgan, qaysi tuyg'ulardan foydalangan, unga jasorat kerak bo'lganmi, unga sevgi kerak bo'lganmi, unga oilaviy munosabat, butunlik kerak bo'lganmi, uni esdan chiqargan. Ammo u bilan gaplashayotganda uni 10,000 emas, 100,000, balki 100,000 emas, $1,000,000 endi puldan misol keltiryapman, yaxshiroq tushunish uchun. Shunga erishish uchun men o'zidagi narsani o'ziga qaytarib berib, unga eslatib tajribasini yana ham o'sha yo'lga tushira olaman. Chunki men o'zim shunaqa bo'ldim. Nimaga? Bilasizmi? Bolaligimdan o'sha muhitni tan olmagan qizman. 5 ta farzandmiz. 5 ta farzandga bir xil non, bir xil suv, bir xil agorod, bir xil uy, lekin nimagadir meni tomim qiyshiq, nimagadir menga kelganda shamol buralib esadi, menga kelganda suvlar teskari oqadi, ketmonim uchmaydi. Nimagadir menga kelganda ish tugamaydi. Boshqa 5 ta farzand shu hayotim shu ekan, kunim shu ekan deb dadam belgilab bergan agentlarni qozadilar, o'sha o'qishga boradi va hokazo. Lekin menda doim so'roq bo'lgan, savol bo'lgan. Men bundan osha olmaymanmi degan. Ya'ni men har doim o'zimning ichimdagi qodirlik darajamni kengaytirmoqchi bo'lganman. Men boshqa joyga o'sa olmaymanmi? Chunki meni maktabda o'sha raqobatdosh sinfdoshlarim bor edi. Men ko'proq e'tibor qaratiladigan insonlar bor edi. Nega ularda unaqa? Ya'ni ichimda tengsizlik bo'lganda, men yana o'sha tenglamaga javob topish uchun har xil izlanardim va varoqlarga to'kilardim. 10 yoshli qiz o'sha 14 yoshimgacha hikoyalar yozganman. 10 yoshimda bilmayman, 10 yoshimda nimalar yozganman, lekin 14 yoshimdagi hikoyalarimni topib olganman. Keyinchalik o'shalarni o'qiganimda ko'rganmanki, o'sha ilojsiz, ketmon tagida o'sgan, bir orzularini ovozini chiqarib ayta olmaydigan qiz o'zini hikoyalarini yozgan va ismini qo'rqib
o'zimni ismimni qo'ymaganman-da, boshqa ism qo'yib, uni jurnalistikada o'qitgan, sahnalarda gullar tagida qoldirgan, hikoyalarida juda muvaffaqiyatli qiz tasvirlangan. Mabodo kimdir o'qib qolsa, "Sen shunaqa xayol surasanmi?" deb urishmasligi uchun ismimni ham o'zgartirganman. Hatto ismim ham esimda. Farzona degan ism qo'yib, shunaqa qilganman. Ya'ni o'sha paytda ham ilojsiz yo'ldan mani qo'limda faqat ruchka qog'oz bor. Shu ruchka qog'oz orqali yo'l topganman. Demak, sizning xayoldagi qahramoningiz ismi Farzona bo'lgan va siz o'zingiz Farzonangizni chizgansiz. Ha, keyin yillar Hechga qo'rqqansiz, duxingiz yetmagan. Yetmagan. She'rlarimda o'zimni tasvirlaganman. Viloyat shu tuman gazetalarida chiqqanimda uchganman. Hech kim men bilan qo'shib uchmagan. Ketma uchmagan singari boshqalar ham uchmagan. Lekin men o'zim baribir xayollarimda uchib yurardim. Va men qanchalik chegarali hayot bo'lmasin, qanchalik insonni imkoniyati ko'rsatilmasin, sen shunga qodirsan, qila olasan deyilmasin, inson o'zini ochishi mumkin, kashf etishi mumkin degan fikrda hozirgacha borman va men o'zimni har bir hayot sahnasida kashf qilib keldim. Meni eng birinchi taniganlar hozir ko'rsa, mana sinfdoshlarim kursdosh bo'lgan litsey paytimda уже esdan chiqarishgan, tanishmagan. Bu kim? Kursdoshlarim universitet paytimda esdan chiqarishgan. Bu kim edi? U rostdan ham deymi deb aytishadi. Siz o'qigan qiz o'shamidi-mi? Ha, har doim Siz hech qachon o'shamidi? tanishmaydi. O'zgarib ketdi. O'zgarib ketdi. Hattoki mana shu auditoriyam ham oxirgi 2 yil ichida tanishmadi. Nega shunchalik katta temp bilan o'syapsiz? Men o'zgarishni tanlaganimda har doim radikalni xohlayman. O'sha qishloq qizni 7 qadam chiqsa, haligi bo'ladi, fohisha bo'lib ketadi, o'qish Toshkentga ketsa, uni nomi yomon bo'lib ketadi degan bir qishloqdan o'zimni Toshkentga otganmanmi? Toshkentda o'rnimni topdimmi? Toshkentda ham sahnalardan o'rnim topishda menga kuch bo'lgan. Bitta narsani qila oldimmi? Boshqa har safar jarayonda radikalni o'zgara olaman deb doim 100 o'zgarishni tanlardim-da. Mana ozgina mana bunaqa bo'ladi-ku, gorizontal o'sish bor, vertikal o'sish bor. Men gorizontal o'sishni tanlamaganman. Doim vertikal, qayerda teshik bor, shundan uchib chiqib ketsam. Har doim kecha ham menejerimiz bilan shunaqa suhbat bo'ldi. Dixonim, oldin ham shu kunlarni duo qilganmisiz? Nima qilgansiz? Men shu darajaga erishish uchun menga qiziq deb aytganda men aytganman, har doim bilmayman, hayolimda mo'jizakor inson bo'lishni xohlaganman. Doim shunaqa duo qilardim. Bilmayman, bir qandaydir qo'limda bir sehrim bo'lsinmi, ko'p multiklarni ko'rganimga qahramonlar bir joydan ikkinchi joyga o'tadi sehrli tayoqchasi bilan yoki boshqa. Men juda ham imkonsizligimdan, hech kimga gap o'tkaza olmasligimdan o'ylaganmanki, qachonki qo'limda bir sehrli tayoqcha bo'ladi yoki uchar gilamim bo'ladi, o'shanda men maqsadlarimga yetaman deb men ham sehrli narsalarni o'ylagan. Doim mo'jizakor inson bo'lay, nima bo'lsa ham meni shunaqa qildir, bo'lmasa meni bu odamlar tanolmaydi derdim-da. Meni ichimdagi xohishni shunaqa duo qilardim. Va keyinchalik hozir shu holatga keldimki, asl mo'jiza bu o'zingni topishing ekan. Haqiqatda men to'g'ri duo qilgan ekanman. Qanday topdingiz o'zingizni? Yollam topasizmi? Century Towers, в самом сердце нашей столицы. Добро пожаловать! Haliyam topishda, qidirishda davomman. Lekin men qaysidir kashf qilinmagan qismlarimni kashf qilganimda men baxtli bo'lishim. Mana 5 yil ichidagi orqadagi 5 yil oldingi bilan bugungi orzularingiz nima edi va orzularga qanday erishib keldingiz? Shu psixologiyasi qiziq. O'zimni yaxshi tanib, kuchli tomonim qanaqa, zaif tomonim qanaqa, men qaysi paytda jasoratga to'laman, qaysi paytda jazm qila olaman, qaysi paytda qo'rqoq bo'laman. Bilasizmi,
juda ko'p insonlar tuyg'ularini yaxshi tuyg'ularini olib yomon tuyg'ulari bilan o'zini do'pposlashga harakat qiladi. San ikkilanasan, san qo'rqoqsan, san bir ishni boshlab oxiriga yetkiza olmaysan, dangasasan deb o'zini urishadi ichida. Lekin men nima qildim? Men o'sha zaif tuyg'ularimni ham qayerda qanday ishlatishni o'rganib oldim. Aslida qo'rqoqlik juda ham kerak. Jur'atsizlik ham juda zarur, ikkilanish ham juda zarur. Insonga nimaiki tuyg'u berilsa, demakki kerakligi uchun berilibdi, faqat to'g'ri joyda ishlatilsa, u ham muvaffaqiyat. Men o'zimni knopkalarimni bosishni o'rganganim uchun oldinlab ketyapman deb o'ylayman. Qaysi knopka qayerda bo'ladi? O'sha knopkalarni sirlarini ochinglar bo'lmasa. Masalan, hozir men shunaqa holatdaman. Yaqinda katta seminar o'tkazgandim, 2000 kishilik Jazba degan va unda menda o'zim ham kutilmagan katta natijalar bo'ldi. Meni juda ham ko'pchilik shu seminar orqali tanishdi va o'sha kadr ortidagi insonlarni menga kelishi va katta hattoki xorijdan ham taklif bo'lishi, men bilan shartnomalar tuzishga, ichki tashqi shartnomalar shunaqa bo'lib ketdi va men bu muvaffaqiyatni, bu radikalniy o'zgarishni ozgina ko'tara olmay bosilib qoldim. Qiynalib qoldim. Ko'tara olmadim deb o'zimni ta'rifim bilan aytayapman. Ko'tara olganim uchun menga Xudo bu takliflarni beryapti, lekin men ichimda loyiqmanmi? Balki men bu joyimni to'g'rilashim kerak. Bu qismda men kitob chiqarishim kerak. Yana men katta seminarlar qilishim kerak va hokazo degan o'zimni ichki talablarim uyg'ondi va meni yuklab qo'ydi. Va men sahna ortida yana bokschilar, kurashchilar tayyorlangandan singari sahna ortida o'zim bilan o'zim kurashishni boshladim. Sen nimalarga loyiqsan? Bu sahnada qanday nimang bilan chiqasan? Nima bilan lol qoldirasan? Meni yana ham menga mas'uliyat bo'ldi va men qarang, tashqaridan qaraganda bir joyni egallab qo'ydi, bu ortidan shuncha inson ergashdi va hokazo degan narsa turibdi. Bitta obraz paydo bo'ldi. Dixanim degan insonlarni ichki orzulari amal yo'q joydan, yo'qdan o'zini noldan olib chiqayotgan qiz timsoli paydo bo'ldi. Lekin bu yoqda o'sha paydo bo'lgan qiz toshni otgan joyigacha yetib keldi-da. U qanchalik uzoqqa otgan bo'lsa, o'sha joyga o'zi yetib keldi. Endi yana katta yangi marra kerak edi. Yangi marra oldiman tushdim va ichimda qo'rqoqlik boshlandi. Nega? Ana shuni siz aytdingiz-ku, mana zaif tomonlaringni ayt va qanday foydalanishni ko'rsat deganingizga men o'zimdan misol keltiryapman. O'ylashadiki, shunday timsol yaraldi, endi u qo'rqmasa kerak, endi u ikkilanmasa kerak, endi oyog'ini ostida qo'ylar so'yiladi, do'ppisi osmonga otiladi va hokazo deyiladi. Lekin menda ham katta qo'rquv boshlandi. Endi oldin 10 mingta odamga qo'rquv bo'lsa, hozir million odamga qo'rquv. Ya'ni qo'rquvlarim sifatli qo'rquvga oshdi, lekin baribir qo'rquv. Insonkan hamma bilan bir xil tuyg'uni yashaydi, lekin hamma o'sha tuyg'uga har xil murojaat qilgani uchun hamma har qayerda, xaritani har qayerda sochilib yotibdi. Kim oldinda, demak, u tuyg'usidan to'g'ri foydalandi. Men qo'rqoqligimni yashadim. Men jur'atsizman, men qo'rqoqman, men ikkilayapman, to'g'ri. Men balki ko'tara olmadim muvaffaqiyatni. Ko'tara olmasligim ham mumkin. Men tirik jonman. Nafasimni har doim to'g'ri ola olmaganim singari, boshqacharoq qo'rqib nafas olishga ham haqliman. Men jonli, issiq jonman dedim birinchi. Va nima uchun qo'rqayotganim, qo'rquvim darajasini yozib chiqaman. Nimadan qo'rqayapsan? 1 millionta odam kelishidan qo'rqayapsan. Xo'p, 1 millionta inson kelganda seni nimangni qabul qilishlariga keladi? Offline-gami, online-gami? Umuman onlayn. Meni 1 million inson muxlisim bo'lsa degan mas'uliyat bor. Va men qo'rquvimni oynadagi aksi 1 million, agar buni daromadga o'lchaydigan bo'lsak, balki 10 million dollar yoki juda katta, chunki xorijdan ham shartnomalar, boshqa dunyoga chiqish planlari kelishni boshladi va qancha katta plan bo'lgani sari shuncha botib qolaverdim. Va men ana shu botganimga rahmat aytdim, chunki sen 10 ming dollar uchun botmayapsan yoki 10 ta inson uchun botmayapsan. Qara, seni qarshingda bahaybat bir kartina turibdi. Demak, orqaga ozroq tisarilib,
yana sakraysan. Ya'ni men o'zimni qo'rquv holatimda ham, zaif holatimda ham o'zimni oldimda birga turdim. Agar men bo'lmabdi, shunaqa timsollar yaratiladimi? Ket, bo'ldi, sahnani tark et deb yig'i-sig'i qilib, o'zim ko'mib tashlashim mumkin edi. Lekin men o'sha oyog'im yetgani qadar davom etish, o'zimni qo'llaganim qadar dastaklab, qo'llab turishni eplab turdim va meni eng kamida bu meni kasbim o'zimni o'zim qo'llashga yetadi va bilasizmi, inson o'zini o'zi qo'llagan insonni hech qachon do'stga hojati yo'q va u har doim o'zini o'zi olib keta oladi-da. Chunki inson oldida kim bo'lsa ham qachondir tugashi mumkin, qachondir ketishi mumkin. Tushkunlik masalasi. Insonimiz gohi undoq, gohida mundoq. Tushkunlikka tushgan paytda nima beradi? Energiyangiz vasstanavlaysiz. Do'stlar, ota-ona, jigarlar, ulfatlar, ustozlar, kinolar, kitoblar. Oppoq qog'oz. Nima beradi? Men o'zimni to'kaman. Tushkunligimdagi holatimni anglayman. Anglagan sarim tetiklashaman. Lekin buni yana bir ibora bilan aytsa bo'ladi, tushkunlikda ham o'yin topib olish. Hayot o'yin-ku. O'yinni tushkunlikdagi insonlar aroqdan yoki boshqa bir noma'qul ishlardan topsa, ijodkorni zo'rligi va haqiqiy o'zini topgan insonning zo'rligi o'zi qayerdan topgan bo'lsa, o'sha joyga topinadi. O'sha joyga qadaladi. Varoqqa qadaladi va yana davom etaveradi. Va bilasizmi, tushkunlik ham svetofordan gapirdingiz-ku, o'shanda qizil chiroq bo'lmasa avariyalar bo'ladi, sariq chiroq bo'lmasa ham inson kutishni bilmaydi va hokazo. Ya'ni har bir tushkunlik holatini ham, qo'rqoqlik holatini ham hayotda o'zini o'rni bor. Har doim yashil bo'lsa ham yashilni his qilmaydi odam. Ajoyib, zo'r. Siz o'zingiz kitobdan tashqari, qog'ozdan tashqari mana birovlar sizga murojaat qilishadi. Qaysidir masalada malham bo'lasiz. Siz o'zingizga shunaqa paytda hattoki eng zo'r soch oladigan mutaxassis ham o'zining sochini kimdadir oldiradi. O'zingiz ustoz ko'rasizmi? O'zbekistondagi yoki dunyodagi qaysi insonlarga ergashasiz, qaysi insonlarga talpinasiz, kimdan savollaringizga javob yoki yechim qidirasiz kitobdan, qog'ozdan tashqari? Men ustozi borlarga doim havasda bo'lganman. Bolaligimdan negadir ustozni boshimda turishi yoki ustozni o'rgatishi menga aks ta'sir qilgan. Buni men topganman tugunini, qayerda boshlanganini. Uyda juda ham tartibda, intizomda katta bo'lganmiz. Dadam shu mol qo'ylarni qanaqa qilib stroysa qildirsalar, farzandlarni ham ertalabdan ramkada edi. Va shu soat shunchada turishimiz kerak, mollarga yem berishimiz kerak. Hammasi tartiblangan edi. Va bu yoqda dadammi tartibi, bu yoqda onammi. Onam uyni yig'ishtirib, changlarni artib, hovlilarga suv sepib, ko'chalarga suv sepishimizni nazorat qilardilar. Doim peshonamizda turadilar. Ha, bu joyda qolib ketdi, bu joyda qolib ketdi. Menga o'rgatuvchilik qilish shunchalik jonimni siqqan ekanki, bolaligimda o'sha 7 yoshimgacha va men daraxtlarning ustiga chiqib ketardim. Yerda halovat yo'q deb. Qochkim kelardi. U paytda men she'r yozish yo bir nimalarni tushunmasdim. Daraxtga chiqib, shaftoli nega shunaqa, barg nega shunaqa deb xayol surib, bu tartibli hayotdan o'zimni olib qochkim kelardi. Va ana shu yara qolib ketgan ekanki, maktabga chiqqanimda ham menga o'rgatmagin, menga shunchaki uzoqdan ko'rsat, men o'zim qila olaman. Kelmaman oldimga degan kayfiyat bilan o'qiganman va shu blok qolib ketgan. Onam boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lganlari uchun uyda alif-be narsalar bo'lardi. Men maktabga chiqmasdan turib 5 yoshimda 1-sinfni tugatib bo'lganman. Men 1-sinfga borganimda zerikib o'tirardim. Qachon qo'shishni o'rganamiz, qachon ayrishni o'rganamiz derdim. Oldinga yugurib ketib qoldim. Va matematikadan boshida gaplashdik-ku, matematikani 5-sinf bo'lsak 7-sinfligida yurardim, 7-sinf bo'lsam 9-sinfligida yurardim. Menga zavq berardi hammadan oldinda yurish va hamma kitobni oldindan yodlab borardim. Shunchalik bu menga odat bo'lib qolganidan ilm tilini tushunib olgandim-da, botanika, boshqa tillarni tushunib olardim. Bemalol yurardim va mavzu so'rab qolishsa ham shunda ochib bitta skaner qilardim, bunday esimda qolardi. Chunki men bu bilan tanishman.
oldin o'qiganmanda ular Takrorlash. takrorlashday darrov aytib berardim. Hattoki o'qituvchilarimiz meni dars o'tishga zerikib qolsa, Dilraboni boshqa botanikadanmi, matematikadanmi boshqa sinfga shu knopkani robotda yoqib qo'yardi, men o'sha mavzuni o'tardim. Shu darajada bo'lgan. Va bu, qarang, bu shunaqangi to'g'ri bo'lgan ekanki, hali yashashni menga hech kim o'rgatmasdan turib, yaxshi yashash ta'limini ham ichimda shakllantirishga harakat qilgan ekanman-da. Qanaqa qilib Toshkentga kelsa bo'ladi, qanaqa qilib sahnalarni egallasa bo'ladi, hamma narsani oldindan rejalashtirib, oldindan plan qilib, o'sha kitobni, botanikani kitobdan ochsam, endi u botanika, fizika ichimda, uni kitobi yo'q-ku, hayot kitobi qayerda bor? O'zimni ichimni varaqlashni boshladim va mana shunaqa bo'lsa, bunaqa bo'lar ekan deb doim oldinga yuraverganman. Mani ko'pchilik yomg'irdan chiqqan qo'ziqorinlarday hammasi patirlab paydo bo'lib qoldi, ko'chlar, psixologlar deydi, lekin meni eshitgan odam biladiki, juda katta buni orqasida shu yo'l turganini, tajriba turganini, shunchaki gapirmayotganini biladi bu qizni, o'sha qo'ziqorinni. O'sha qo'ziqorin, maktab kuychisi, qaysi yo'nalish, qaysi uslub, qaysi mana kimdir Sherali Jo'rayev yo'nalishidan ketadi, kimdir Nasib Abdullayeva, kimdir Ortiq Otajonov, kimdir boshqa. Siz qaysi di yo'nalishi ham baribir asos bo'lishi kerak. Asos bor, u borib men bilmayman. Masalan, men Dale Carnegie'lardan, Napoleon Hill'lardan, Philip Kotler, Brian Tracy, Robert Sharma, Radislav Gandapaslardagi narsa chiqib keladi. Qozonda. Sizni qozoningiz avtorlari, istoshiklari bor baribir. Quroq qanaqa san'at? Suzana qanaqa san'at? Ya'ni hamma naqshlarni birlashmasi, quroq har xil san'atlarni yig'indisi-ku. Men ham bir yo'nalishga borib quyilaman, deya olmayman, chunki agar coach desam, coachning har xil mutaxassisligi bor. Menda irmoqlarimni aytishim mumkin. Men qayerdan suv ichganman? Adabiyot, filologman, oliy adabiyotni tugatganman. Fizika, geometriya. Menga shakllar juda ham qiziq. Hayotni sirini ochadi shakllar. Masalan, kurslarimda ham koordinata tekstligi deb gapirib boraman-da. Ular keyin "Dehqonim o'zi matematikadan qochib kelganmiz, koordinata tekstligi nima?" deydi. O'shaning uchun ularni men o'zlarining tilida tarjima qilishga, sut qatiqqa solishga harakat qilaman o'sha koordinatani ham. Ildizim shular. Keyin texnikani yaxshi ko'raman, innovatsiyani yaxshi ko'raman. Uni ko'p o'rganganman. Keyin men uchun kashfiyotlar qiziq, dunyoni yangidan kashf qilish qiziq va shu o'rinda yana deyga nima uchun kelish kerak, nima uchun uni intervyuga chaqirish kerak degan savolga bitta javob keldi hozir. O'tgan safar ham o'tirganimizda shu haqida gapirgandim. Agar muammoni yechamiz desak, muammolar yechilgani sari ko'payadi. Shunaqami? Hech qachon muammoni tugatib bo'lmaydi. Bu chumolini tugatishday, bu qurt-qumursqani tugatishday gap. Qurt-qumursqa bo'lmasa, o'simlik yetishmaydi aslida. O'simlik uchun hamma narsa kerak. Lekin o'simlikni o'stirish mumkin. Shunda qurt-qumursqalarning kuchi yetgani qoladi, kuchi yetmagani ketadi. Ya'ni u o'zini o'stirish, inson o'zini o'stirish orqali muammolardan qutulishi, aslida qutulmaydi, muammoning sifatiga boradi. Sifatli muammo. $10,000 qarz emas, $100,000 qarz. Sifatli qarzga kiradi. Lekin $100,000 $10,000 qarzi bor odamlar, $100,000 qarz egasi bo'lmoqchimiz, dehqonga o'rgatamiz. $100,000 qarz bo'lgan odam demakki, bemalol har daromadi katta degani-da. Uncha-muncha odamdan baland degan fikrlashi baland masalan. Ya'ni endi men muammolarga innovatsiya deganimga esimga kelib ketdi. Muammolarga bolaliging bilan ishlaymiz, ota-onang kechirish bilan ishlaymiz, munosabatlaringni tuzatish bilan ishlaymiz emas. Innovatsiya bilan javob berishni tanlayman. Innovatsiya bu nima? Yangi kasb yaratish, o'zini yangidan ixtiro qilsin, unga odamlar muhtoj bo'lsin, uni kasbiga va u o'zini kasbi bilan ovora bo'lib, muammolarga projektor qaratmaydi. Muammolar har doim bo'ladi. Faqat nazar undami yoki boshqa narsadanmi?
uni farqi bor. O'sha uchun men yaqinda bitta akademiyaga asos solyapman va buni hozir hujjat ishlari, katta seminar qilinyapti. Uni seminar tashkilotchiligi bo'lyapti. Bu ID akademiyasi. Aynan I'ni oldim, innovatsiyaga taalluqli bo'lgani uchun. Keyin e'tibor qilgan bo'lsangiz, identifikatsiya ham shunaqa yoziladi. ID. Ya'ni o'z ichingni ixtiro qil. Ma'nosi ham shu gapim ismim bilan to'g'ri brend bo'lib chiqdi. Juda xursand bo'ldim shuni topganimga. ID akademiyasi bu O'zbekistonda yangi kasblar yaratish uchun xizmat qiladi. Ya'ni yangi kasbni qayerdan yaratamiz degan savol ham tug'iladi. Mana hozir siz menga savol berdingiz, o'zingizdan asosing qayerga borib taqaladi? Nima? Qaysidir ustozmi bormi, boshqami dedingiz-ku. Mani o'zimdagi bir 10 yil olib kelib oldimga o'tirg'izib qo'yib shogird yetishtirib chiqarsam ham u baribir boshqa rang bo'ladi. Nimaga? Chunki uni qiziqishi boshqa, uni irmoqlari boshqa. Va bu degani dunyoda 7 milliard odam bo'lsa, 7 milliardcha kasb bor degani. Faqat biz 3-4 ta obrazga aldanib, 3-4 ta obrazga kira olmagan mutaxassislarning oyog'idan qo'lini kesib yuribmiz. Sen ishlay olmaysan. Aslida u ishlay oladi, faqat o'rnida emas. U demak kimdir yo'nalishi ramka sifatida. Demak, mana qarang, yana borib ramkalarga qaytamiz. Siz ramkalardan qochgan, o'ziga xos revolyutsioner, ozodlik kuychisi va meni cheklamanglar, men undan ham yosh bolaga o'xshab keyingi manzilga qarab intilaman degan ichingizda bir qanaqadir yadro bor. Shuni kashf qildingiz va hattoki ota-onalaringiz, aka-ukalaringiz, ustozlaringizga sabotaj ifodasi sifatida o'zingizni kashf qildingiz. Shunaqami? Shunday. Xo'p, bugun kurslar haqida gaplashdingiz. Qaysi mavzudagi savollarga javob topish uchun kelishyapti? Qaysi yo'nalishdagi kurslarni iste'molchilarga, o'z auditoriyangizga, o'z muxlislarga taqdim qildingiz bugun? O'zimni topa olmayapman. Ishlayotgan joyimda o'zimni xotirjam his qila olmayman. Daromadim ham men istaydigan darajada emas, lekin topgan pulim yetadi. Nima uchun ishlashimni ham tushunmayman degan savol berishadi. Nimaga yo'q o'sha? Siz bilasiz, 10 odam bilan gaplashgansiz, 100 odam bilan gaplashgan. Nimaga odamlar o'zini topa olmayapti? Nimani qidiryapti? Mana qo'shiqlar juda ham ko'p. Hammasi san'at darajasida zo'r, lekin shu holatingizda qaysidir qo'shiq tochka o'tiradi sizga. Voh deysiz. Mana shu meni qo'shig'im deysiz. Guli-guliga, xoli-xoliga. Ular shunchaki hayotini guli-guliga, xoli-xoliga tusha olmayapti xolos. Ritmida o'sha o'zi istagan qo'shiq yo'q. O'zi istagan qo'shiq yangramayapti. Dunyo sening tog'ang emas degan qo'shiq yangrayapti boshida. Boshqa qo'shiq yangrayapti-da uni boshida. Men uni qo'shig'ini, uni ritmi, uni holatiga qarab topishga harakat qilaman. Keyin yana menda shu xususiyatni nima deydi, baralla aytkim keladi va bundan faxr tuyaman. Kim bilan gaplashsam ham, uni hamma ko'radigan tarafi emas-da, noodatiy qismini qidirishga harakat qilaman. Ichidagi giroy. Topingchi menga. Qahramon. O'tangda bitta kamera turibdi. Qilmaydi, mana shu yerda joy master class. Anam o'zimni qidirib yuribman. Xo'p. Ya mana guli-guliga, xoli-xoliga tushgan jihatim qayerda? Balkim siz bunday gaplashasiz, o'sha skaner bo'lib ketgansiz. Hasan aka xafa bo'lmaysizmi? Mana eng yaqin insonim bo'lsangiz, mana bu narsaga urg'u bering. Men bu yerda ochilasiz, yo men bu yerda bundoqroq bo'lasiz, yo siz energiyaga to'lasiz, yo ko'nglingiz to'lmayotgan mana bu jihatlaringiz bor. Bundoq bo'lsa, befarq bo'lsa, men naqd tavsiya berardim degan narsa. Sizda men bunaqa narsa ko'rdim. Qo'lingizda haligi buni ta'rifni aytsam. Akuna matata deydi. Bo'ldi, akuna matata. Lekin bunaqa ana voha qilib kuladigan intervyuchingiz kelmagan bo'lsa kerak. Hamma seriozniy. Qarang, siz suv yuzasida balqib qolgan baliqlarni shunda qo'lingizda katta suzmami nimadir bo'ladi-ku, kattanaqa. Shunda olib, shunda tashaverar ekansizda, ya'ni siz talantlarni tez ilg'aysiz va joyiga qo'yib qo'yasiz. Mana ba'zilar g'avvosday ichiga kirib, qidirib yuradi-ku, siz unga vaqtingiz ham yo'q, uni xohlamaysiz ham. Siz hamma narsa tezlikni va joy-joyida hal bo'lishini xohlaysiz. Yaxshimi?
zo'r. Sizni o'rningiz boshqa sizni o'rningizdagi ishni boshqa hech kim qila olmaydi. Sizni ishingizni hech kim qila Supersila shu. Da. Iste'dod shu. Shu sizda hozir mana shundoq optim supurib olar ekansiz deb bilmayman. Pullarni ham shunaqa sug'urib kerak. Ya'ni shunaqa insonlar bo'ladi. Masalan, men shu suzish joyiga kelganda xohlamayman. Suzishni yoqtirmayman. Mana suzish deganda ana ajratib oladi-ku, qaymog'idan separatsiyadan qaymog'ini ajratib. Siz qaymog'ini shunday ajratib olar ekansiz. Siz uchun suv qiziq emas ekan. Sizga eng kerakli narsalar qiziq. Men shuni his qildim sizda. Yo, unaqa emasmi? Yo'q, shunaqa bo'lish kerak. Shunaqa bo'lish kerak. Siz talqiningizdagi versiyani eshitsak, yana tasdiq qilaman. Mana kimlar, masalan, men sutga qiziqaman. Sutni nima qilsam, o'sha eng zo'r qaymoq bo'ladi. Meni ishim suv bilan shug'ullanishda. Men g'avvoz ichiga kiraman. Men uchun bu uchun vaqtim bor. Meni ruhiyatim ko'taradi bu narsaga. Mayda ishlarni qila olaman. Siz mayda ishlarga toqatingiz yo'q. Shartta ustini shunda supurib ketasiz. Chunki u uchun ishlab bo'lgansiz. Qachondir bu ishni qilib bo'lgansiz. Shuning uchun siz faqat qaymoqqa olib ketasiz. Bo'ldi. O'tib ketaverasiz. Ha, sizni suv pastki qismlaringizda уже katta qo'l oyoqlaringiz o'zi yetishtirib qo'ygan odamlaringiz bordirki va shu darajaga chiqqansiz. Ya'ni siz ustida turibsiz-da, hamma narsani ustida. Men shunaqa his qildim. Sizni individual yana xususiyati. o'zimni kashf qilishim kerak bo'lgan yangi qirra sifatida sizga mutaxassis sifatida murojaat qilsam, nima nima savol berasiz va meni chuqurroq kashfsiz qaysi savolga javob topishimiz mumkin bo'lardi? Men o'sha supurib olayotganda ajratib olayotgan qaymoqlaringizni o'sha ko'paytirish, siz bitta o'sha nima deydi, bir dengizning ustida turgandirsiz balki, ko'proq dengizlar kezish, balki siz sohada masalan media sohasidagi zo'r mutaxassislarni kashf qilgandirsiz, qurilish bo'yicha zo'r, restoran bo'yicha, yana ham ko'p sohalar sizga muhtoj bo'lgan sohalar bor. Ularni balki kashf qilishingiz kerak. Masalan, meni kashf qildingiz bugun. Shunga o'xshash yana kashf qilib shu qaymoqni ajratib olishingiz kerak. Balki chet davlatlarda ham aynan o'zbek o'zini topa olmaydigan, lekin уже allaqachon mutaxassis bo'lgan, o'rnini topa olmaydigan. Ha, bo'ldi, topdim. Siz gulini guliga, xolini xoliga shaq o'tirg'izib qo'yadigan nimasiz, talant. Sana loyihamizni hozir yangi 25-yildagi talqini mediator deb nomlashdik. Mediatorlar bor, psixiatrlar bor. Biz mediator insonlarni slogani gapirtiramiz degan slogan qo'ydik. Guli-guliga, xoli-xoliga slogan qo'ydik. Savol berib, insonni chiroyli qilib ochib berish bizning bir kuchli jihatimiz. O'shaning uchun ko'pchilik keladi Hasan aka. O'zimni kamerani oldiga qo'ysa gapira olmayman, lekin siz savolni to'g'ri berganingiz uchun hali choy ichirib qo'yganda gapirtiryapsiz. Nimagadir ochilib olmadi. Demak, bizning loyihaga kimdir kapital loyihasiga, kimdir kalibr loyihasiga, kimdir kontakt loyihasiga murojaat qilishadiki, bizlar bugun shaxsiy brendimiz yoki kontaktimiz yoki insonlarga kommunikatsiyamizni juda chiroyli bir fokusni ochib berish uchun sizlarga murojaat qildik deyishadi. Haqiqatan ham topganmiz. Endi topmagan jihatlarimiz bo'lsa bordir. Boyaytdingiz, yashillik, undan ham yashillikka borish uchun faraz qiling, mana suhbatimdan keyin siz menga nima tavsiya qilgan bo'lardi edingiz Hasan aka? Bo'ldi, siz bu yoqqa keldingiz, mana mehmon sifatida chaqirdingiz, e'tirof qildingiz, lekin meni ham bog'imdagi mevamdan bitta mahsulotimdan bir oshimdan bir yeb ko'ring. Men sizga mana bunaqa yechim, bunaqa tavsiya berardim deganingiz qanaqa bo'ladi? Bir hafta, bir oy ishlasangiz, bizga o'xshagan inson yangi qaysi qirrasini ochishga yordam bera olishingiz mumkin yoki bizga o'xshaganlar murojaat qilsa nima yechim berasiz? Biz doim hamma narsani eng yaxshisini tanlashga harakat qilamiz. Eng yaxshi ish, eng yaxshi libos, eng yaxshi mashina, eng yaxshi uy. Lekin sovg'a tanlayotganimizda esa doim ikkilanamiz. 15 yildan beri o'z xaridorlarini xursand qilib kelayotgan Dex kompaniyasi sizga o'z mahsulotlarini taklif etadi. Ko'nglingizga manzur bo'ladigan korporativ biznes sovg'alarni brendingiz logotipini aks ettirgan holda sizga taqdim etish va ko'zingizdagi quvonchni ko'rish bizga zavq bag'ishlaydi.
Degas eng yaxshisi. Eng birinchi uni bezovta qilayotgan qismi menga qiziq bo'ladi. Boshqa hamma, masalan, daromad, o'sha munosabatlar, karyera hammasi joyida bo'lishi mumkin, lekin insonni agar bir joyi g'imillab turmasa, qayerdadir notinchligi bo'lmasa, u inson emas. Demakki, bitta bezovta bo'lgan tomoni bor. Hammaga ham yetolmaydigan ichki qalbdagi o'zini qizil tochkalari bor. Bu bo'lishi mumkin pul bo'yicha, bu bo'lishi mumkin munosabat bo'yicha, farqi yo'q. Albatta aytolmaydi degani albatta o'sha sirli narsa emas. Misol uchun ishlayotgan paytda deylik, shu qo'limda ishlaydigan ishchilarni haqqini to'g'ri beryapmanmi, yo'qmi, ichimda bir nima bor, xavotir bor, g'ulg'ula bor yoki bo'lmasa deylik, menga yomon emas har oyda $100,000 kelib turishi, lekin nimaga men $1 million qila olmayman shuni? Menda o'ylaymanki, hamma yetarli baza bor deb o'ylash mumkin-da, lekin jur'at qila olmaslik mumkin. Balki yoshi, balki tarbiyasi, balki kimnidir hurmat oshib o'tkisi kelmas, nimadir. 2x, mayli 12x qo'yaveradi. 2x hech kimga xalaqit qilmaydi. Shu turishingizda siz hozir masalan necha pul topishingizdan qat'iy nazar 2x topsangiz, siz ham xursand bo'lasiz. Shunday. Xuddi shunaqa men ham xursand bo'laman, siz ham xursand bo'lasiz. Riboyatdan ming nima desin, xursand bo'laman. Mani 2x ga olib chiqishim bo'yicha nima yordam berasiz degan savolga nima javob berasiz? Qanaqa savollarni berasiz? Qanday ishlaysiz? Keldim, men sizni o'rganaman. Sizni daromad topishga undaydigan chuvstvalaringiz bor. Hammada har xil bo'ladi. Masalan, menda 0 kayfiyati meni oldinga olib ketadi. Men obdon 0 ga tushishim kerak. Hamma narsani ishlatib bo'lishim kerak. Mana ko'pincha pulni bunaqa sarflang deb ustozlar chiqishadi-ku, 10% ni bunga qo'ying, 20% ni, har xil taktikalar bor. Lekin o'sha taktikalarga meni shu pul topishim tushmaydi. Men o'zimnikini topolganman. Nima triggersiz? 0 ga tushishim kerak. Nimaga qarzga kirsangiz yana boshqa qarz emas, 0 ga tushishim kerak. Qarzga kirsam qiynalaman. Qarz 0dan minusdan 0 ga chiqish qiyinroq. Lekin undan 0 ga tushsiz, yana yangi booster ishlaysiz. 0 ga tushaman. 0 ga tushish uchun nima qilasiz? Hamma chiqdingiz. 0 ga tushish uchun yana 0 ga qilib yangi zavq olib investitsiya qilasizmi? Nima qilasiz? 0 ga tushirish uchun ham men sochib pulimni ishlatib tashlamayman. Men nima uchun ishlatayotganimga qarab 0 ga tushishga rozi bo'laman. Masalan, deylik, meni hozir o'zim yaxshi his qilishim uchun BMW kerak. BMW ga hamma narsamni tikib boraveraman. Bir xil aytadi-ku, unga, bunga sarfla. Yo'q. Men shu hamma narsamni yemasam ham shuni tikib boraman-da. Keyin 0 bo'lib qolganimdan keyin uni men qila oldim-ku degan qodirlik meni yana oldinga olib ketadi. Chunki uni qila olganligi, masalan, deylik $150,000 mashina ola olganligim menga $300,000 duh beradi, jasorat beradi. Undan keyin $300,000 oldimga qo'yaman-da, yozaman. Bu uchun $300,000 uchun nima san hayotga bera olasan? Nima san deb yozaman, kitob yozaman, odamlarga yana ham manfaatli bo'ladigan darslar yozaman va hokazo. Ya'ni men 0 ga tushirishim jasoratimga sarflanishi kerak pul. BMW misol $150,000 BMW ga kirdingiz. Va sizda $50,000 tikdingizda, qolgan 100,000 ni yopishim kerak degan o'zingiz mas'uliyat tikdingiz, tushganini yopib boraverdingiz. Shunday. Bo'ldi, Shu ko'pincha shu insonlarda ishlaydi. Bu mana biz kapital loyihasida yoki investorlar psixologiyasi bobida bu narsani gaplashamiz odatda. O'zim juda havas qilgan, hurmat qilgan insonlar har doim aytadi, o'zini hurmat qilgan kapitalist sifatida, kapital egasi sifatida, investorlar psixologiyasi sifatida o'saman degan inson har doim o'zini u yoki bu mas'uliyat yoki majburiyat yoki bu investitsiya instrumentiga tiqqani yaxshi. Endi sizning holatingizda mashina albatta bu sizga bo'lgan energiya beradigan instrument. Undan orttirganingizdan keyin, umarlarni kashf qilgandan keyin kapital rakursidan, investitsiya rakursidan siz kelajakda podushka безопасности yoki passiv dohod olib keladigan pulni ko'paytiradigan nima instrumentlardan foydalanasiz? Uylarga. Xo'p, nima uylarga tikasiz? Qanaqa formatda tikasiz? Shunchaki ayollar psixologiya sifatida sizni bu boradagi fikringiz men uchun ko'pchilikka qiziq bo'ladi. Mana hozirda meni 4 ta shu
investitsiya qilib tikkan uyim bor. Bu ham boshida aytganingizdek, men o'zimni o'zim oldinga olib ketish uchun tikilgan narsa edi. Agar men bu uyga tikmasam, men talantimni qidirib topa olmayapman, chunki ijodkorlarning eng katta dushmani dangasalik. Chunki uni ichida men qila olaman degan xotirjamlik bilan yotishim Zona komforti. O'sha uchun men o'zimni 4 ta uyga bog'lab qo'yib, har oyda Yopishim kerak degan mas'uliyat. 30 ming, 40 ming dollar to'lovlari bilan olib ketardim Mas'uliyatga o'zimni. kirasiz. Mas'uliyatga kirardim. Lekin biror bir katta biznes boshlash, nimadir boshlash haqida o'ylamaganman. Chunki men simichka chiqarib, simichka sotmayman. Agar simichkaga pul tiksam, menga pul olib keladi. Men o'zimga pul tiksam, men o'zimga bilim olib kelaman. Ya'ni meni investitsiyam yagona imorat bu men o'zimga tikishim kerak. Deylik, uy meni xursand qiladimi? Uyga tikaman. Nima uchun uyga tikkanman? Chunki men juda ko'p kvartirada turganman va ko'p joydan haydalganman. Juda ko'p og'riqlarim bor uy bo'yicha. Chiroyli uyni orzu qilganman. Dadam xalta pul olib kelsalar ham uyga kartoshka, piyoz sotib daromadlari bo'lardi, biz tanardik. Lekin bizning uyimiz katta bo'lgani bilan meni xonam yo'q edi, shkafim yo'q edi. Men chiroyli narsalarga intilib, og'rig'im bo'lgani uchun uy deyman. Bu aslida uy olganim bilan uyda komfort televizor ko'rib yotmasligimni aniq bilaman. Lekin meni yaralarim qoplanadi. Men aytamanki, ha, men qila olding, o'sha yaralaringni davolay olding. Yoshlikdagi og'riqlar, bo'llar, bloklar, muammolar, o'sha yoshlikdagi bir qanaqadir nimalar. Bugun kimgadir nimanidir dokazat qilishim kerak degan drayvlaringiz ham bormi? U menda 6 yil oldin bor edi. 5-6 yil oldin. Siz u ham harakatga solganda? Harakatga solgan, lekin keyinchalik bildim, bu bir marta mashinani yurg'izib olish uchun pedalni bosadi-ku, o'sha ekan. Nima edi? Bekorga bu temani aytmayapman. Sizni keysizda, mayli ismlarni aytmang. Albatta, men baribir uchaman dedi-yu. Men uchaman, men shuni nima qilib qo'yaman degan qaysi og'rig'ingiz bordi? Unga qanday erishdingiz? Bugun orqaga qarab o'sha masalaga o'zingiz munosabatingiz. Men endi o'sha kvartira haqida og'riqdan boshladim-ku, Toshkentda bilmayman 40 ta 50 ta kvartiraga ko'chgan bo'lsam kerak 7 yil o'qish davomida. Va nihoyat turmushga chiqdim. Turmushga chiqayotganimda menga kriteriyalarimda uyi bor bo'lishi kerak edi va men uyi bor deb tegdim. Lekin shu 3 yil ichida shunaqa bo'ldiki, u uy meni turmush o'rtog'imniki emas, u butun student bolalarniki degan qoida chiqdi va meni ularning oilasidagi insonlar tomonidan mana o'zimni ular ham meni hozir jon jigarim bo'lib ketishgan. Kelib seni uying emas bu deb devorga bunday qattiq urgani shu tasvir qolib ketgan va eng birinchi ishimni boshlaganimda qilgan ishim juda chiroyli uyga o'tish, sentrdagi uyga o'tish va to'la to'kis mashina boshqa ko'rsatib qo'yishdi. Biz u uydan chiqqanimizda $5000 pul bilan chiqqanmiz. O'sha uydan chiqqanimizda, ya'ni tarqatib berilgan pullar o'sha studentlarga turmush o'rtog'im puli $5000 bo'lgan va $5000 bilan biz ko'chada qolib ketganmiz. Noldan va birinchi o'sha og'riq bilan ketgan. Men bemalol aytaman, chunki bu og'riq emas. Voy deb kulamiz hozir. Yo'q, mayli, nechinchi yillik gap bu? O'sha tochka startoviy tochkangiz bo'lganda. Nechinchi yillik gap? 2019. Mana 2019 bu 5 yil oldingi gap. 5 yil oldin 5000 bilan Kalumda bor alamim mana ko'rsatib qo'yaman degan jarda bo'lgan. Jarda bo'lgan. O'sha jardadan chiqishingizga qancha vaqt ketdi? 6 oydan keyin ishimni boshlaganman. Nima qildingiz? Nima ishlarni boshladingiz va 6 oy o'sha ishingizni topishingiz uchun qaysi yog'larda qovurilib chiqdingiz? O'zimni o'rgandim. Keyin filologman, nimadir ish qilishim kerak, baribir kasbimga qarayman-ku. Qanday yog'larda qovurildim, o'zimni endi talantimni, nimaga qodirligimni sotishim kerak. Qarasam, turmush o'rtog'im bilan birga oilani olib ketishimiz kerak. Men er boqarkan deb qara olmasligimni tushunib qoldim o'sha joyda. Eng birinchi qilgan ishim men ham ishlashim kerak degan tushuncha bo'ldi. Keyin tipografiyaga bordim. O'sha kitob tekshiraman, imlo xatolarini to'g'rilab beraman va menga pul berishadi degan kayfiyat bilan borganman. Nega? Bir varog'iga 5000 so'mmi beradi deyishgan. Men aytganmanki 300 varoq tekshirsam bir kunda men qanaqa tekshirib tashlayman. Men puli tagida qolib ketaman deb borganman o'sha paytdagi ongim bilan. Lekin bitta kitob tekshirganimda
bu maniki emasligini angladim. Lekin o'sha nashriyotga maniki bo'lgan boshqa tovarni sotib ketdim. Men kitoblarga chiroyli otziv yozardim. Litsenziya. Keyin men aytdimki, bu kitobni nechta tirajda chiqarasiz? 3000 ta tirajda. 3000 ta tirajda hammasi turibdimi? Nechtasi sotiladi? Biz ishlab o'sha boshlig'i bilan ishlab chiqdik. Oho, skladda qancha kitoblarim, sotilmagan kitoblarim bor. Men o'sha kitoblaringizni sotib beraman, menga qancha foiz ajratasiz deganman. Hayot bu savdo va men savdolashishni ana shu joydan boshladim. Keyin aytdiki, qani sotamiz, qani yozib kel, otziv yozib kel dedi. Va men uyga borib otziv yozaman degunimcha turmush o'rtog'imni sayt IT qobiliyatini kashf qilgandim, u bilardim u inson. Keling, shuni sayt qilamiz dedim. Shunaqa bir bookmark.uz degan sayt yaratdik birgalikda erim bilan. 10 kun ichida biz keyin otziv ham sotmadik, bilasizmi? Saytni katta pulga sotib keldik. Ya'ni men borgan joyimda imlo tekshiraman deb borganimda angladim bu maniki emas, nima maniki deganda, menda so'z bor ekan deb so'zimni sotib keldim. Ishimni birinchi oilaviy pulimiz shu bo'lgan. Va undan keyin men katta pul edi-da bu. Topgan pulimiz endi o'sha paytda 3000 mi 4000 dollar edi. Men juda xursand bo'lganman. Demak, shunaqa saytlar qilib sotar ekanmiz deganman-da. Doktorlarda qanaqa muammo deb doktor sayt qilmoqchi bo'lganman. Yana men bu ishchilarda qanaqa muammo deb hozir kashf qilinayotgan saytlar bor-ku, uni aytamanki, Xudo hammaga bir xil g'oya berar ekanda, kim olib ketsa shuniki ekan. Men hozir hayron qolgan dastavka saytlarini o'sha paytda turmush o'rtog'im bilan yozib chiqamiz. Masalan, doktor hozir endi voy qarang chiqib ketibdi deb qo'yamiz hozir. Lekin o'sha g'oya kelganda menga 5 ta 6 ta endi saytdan pul topdim-ku. Endi agar 6 ta sayt qilsam 15000 dollar bo'lar ekan deb kallam o'sha joyga ishlab ketgan. Keyin va mana shunaqa qilib kashf qilib meniki emas ekanki, sayt sotmadik, erim ham dangasalik qildilar o'sha paytda va men ruhimni o'rganishga tushdim. Men nima qila olaman? Keyin she'r yozardim. Keyin chiroyli tabrik yozardim. Aytdimki, tabriklarimni sotsam pul bo'lmaydimi dedim. Masalan, meni tabrigimni kimdirga sevgi izhor qilish mumkin, o'sha tug'ilgan kunni izhor qilish mumkin. Bu ham unga vaqt, qimmat odam открыткаga yozib bersa zo'r-ku deb uni ham saytlari ochmoqchi bo'lganman, Telegram kanallari ochmoqchi bo'lganman. Va nihoyat bir kun bir master klassga qatnashdim, neurografika degan. Unga hech qachon aytdim-ku, ustoz ko'tarmayman. Ustozdan oldin o'zim titkilab o'rganishni yaxshi ko'raman. Masalan, arab tilini ham o'rganganman. Arab tilida o'zak harflarini olsangiz, yangi so'z kashf qilsangiz bo'ladi-ku. Ya'ni arab tilini o'zagini bilib olsangiz, so'zini kashf qilasiz. Men o'shaning texnikasini o'zim o'ylab topganman-da. Bir kunda arab tiliga kirmasdan bir kun o'tirib, imtihondan o'tish uchun uni arab tilini qanday o'rganishni kashf qilib olganman-da. Keyin slovar kitob olardim-da, slovarda berib qo'yardim-da, men bitta so'zni o'qib, men uni ma'nosini aytaman. Yo'q, ma'nosini yo'q joyda hali men ko'rmasdan turib aytaman deb o'zimga o'zim o'yin qilardim. Shunaqa qilib ustozlarni menga beradigan bilimidan ham oldin, to'g'ridan-to'g'ri ustozga bormasdan o'zimga bitta jumboq yaratib, uni javobini topishga odatlanganim uchun neurografikaga borishim men uchun juda ham ajoyib hodisa bo'lgan. Ya'ni kimdir ustoz topib borishim o'zimga g'alati tuyulgan, pul sarflab borganman. Uyda bor pulni 350 ming so'm olib borganman. O'rganib, nima uchun o'rganganman? Men ham o'rgataman, o'shani pul olaman deb borganman. Keyin 350 ming so'mga agar 50 ming so'mdan o'rgatsam, 7 ta odamga o'rgataman. Endi shuncha yo'l kira sarfladim, boshqa sarfladim. Yana 150 ming so'm ishlasam bo'lmaydimi? 9 ta odam kelsin deganman-da. 9 ta odamga e'lon qilganman kichkina o'zimning kanalimda. Keyin 3 ta odam kelgan. 150 ming so'm pul bo'lgan. 350 ming so'mdan 150 ming so'm topganman. Lekin bilasizmi, o'sha paytda neurografika 150 ming so'm pulni oqlash uchun ularga gapiraman deb o'zimni kashf qilib o'rganman. Neurografika qolib ketgan, uni fonida men o'zim gapirib mazza qilganman. Dedim, mana ishim. O'sha ichimdagi matematikani, ichimdagi geometriyani keyin men kashf qilishni boshladim. Keyin 10 ta bo'ldi odam, keyin 15 ta bo'ldi. Singlimni oldimga admin qilib, ikkalamiz keyin ishlab o'zimiz 5 yilda hech qanaqa reklamasiz, hech qanaqa nimasiz keldik. Mediaga kirib keldingiz. Qachondan boshlab Dixanum brendini
muxlislar tanisha boshladi. Bugungi kunda O'zbekistonda sizni Dehqon sifatida kashf qilishdi. Yaqin 2 yilda kashf qilishdi menimcha, lekin biz 5 yildan beri faoliyat yuritamiz. 5 yilda ham men Dehqonim nomi bilan chiqqandim. Demak, Dehqonim deganda o'zini anglash bo'yicha ko'pincha shu sizni kurslaringizni olishadi. Suhbatni davom ettiramiz. Bizning hamkorimiz Mindbook loyihasi Zokir aka degan qadrdon akamiz har doim aytadiki, Hasan aka baribir insonni dunyo qarashini o'zgartiradigan eng katta instrumentlardan, qurollardan biri bu kitob. Biz mening kuchli tomonim degan kitobni ham sizga tavsiya qilamiz. Men o'ylaymanki, siz insonlarni kuchli tomonini ochishda ko'pchilikka yordam beryapsiz. Saidmurod Davlatovning bu kitoblari ham sizga o'zingiz uchun yana qaysidir bilimlaringizni tasdiqlashga va fikrlash strategiyasi. Rahmat. Boya o'zingizni kuchli tomoningizni kashf qilganingiz haqida va insonni dunyo qarash, fikrlash strategiyasini to'g'ri qirrasini yoritgan sifatida buni alohida e'tirof qilamiz, lekin bu yerda undan ziyod bu kitoblarni bugun sizga kutubxonangizga biz hadya qilamiz. Loyihamiz hamkori Mindbooks jamoasi tomonidan va shu bilan bir qatorda Saidmurod Davlatovning kitoblari bugun yuzlab, minglab, millionlab muxlislarimizning qalbidan joy olib kelyapti. Bu hamkorimiz kitoblarni O'zbekistonning barcha kitob do'konlaridan so'rashingiz mumkin. Kitob do'konlari esa Mindbooks jamoasidan O'zbekistonda avtorlik huquqini olib, kitoblarni tarqatishga mas'ul bo'lgan Zokir akamning jamoalaridan birgalikda dilerlik, agentlik, hamkorlik formatida ishlashingiz mumkin. Ularning manzili esa M-Factorda bemalol borib, ular bilan tijoriy formatdagi kelishuvlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Kitob haqida gaplashdik. O'zingizni kashf qilishingiz haqida gaplashdik. Og'riqlar haqida gaplashdik. Juda yaxshi bir mavzu bo'ldiki, sabotaj, og'riqlar, muammolar sizni boyatdiku og'riq sifatida odamlarga dokazat qilaman deganingizga oxirgi 2 yil ketdi. Asosiy daromad va dohod bugungi kunda siz o'zi ochilgandan keyin qaysi istochlik sizga eng katta energiyani beryapti? Odamlarga kurs sotishingiz evazigami yoki individual konsalting xizmatlari evazigami yoki qaysi yo'nalish bugun sizga yaxshi pul energiyasini olib kelishni boshladi? Pul insonni qodirlik koeffitsiyentiga teng. Pul insonni jasorat koeffitsiyentiga teng. Pul insonni talantiga teng. Va men hozirgi kundagi daromadimni qanaqadir chekka-chukkada ochgan biznesim yoki nimadirda emas va men qo'rqmasdan aytaman, menga kelayotgan daromad hammasi ilmim orqasidan va o'sha ilmimni men kichkina pul keltiradi, katta pul keltiradi deb bo'lmayman. Har bir kursimni yoki seminarimni o'zini unga kelayotgan pulini shirinligi bor. Ya'ni coaching o'tsam ham uni pulidan mazza qilaman, kurs o'tsam ham pulidan mazza qilaman. Albatta, ommaviy kurs katta plandagi narsalar ko'proq menga pul keltiradi, lekin charchatishi mumkin. Coaching o'tsam, u menga kamroq pul keltirishi mumkin, lekin totli, boshqacha, chunki individualniyda boshqacha ochilaman. Unda ochilgan ilmlarni yana men katta kurslar qilaman. Endi asosiy menga pul keltiradigan narsa bu meni ID akademiyam. Meni alohida 1 yillik o'qishim. Bunga juda katta kuch sarflayman, yil sarflayman. O'sha uchun buni narxi kurs yoki coachinglardan ancha farqli. Va katta klub. Nech pul? $12,000. 1 yilga. 1 yilga $12,000 evaziga nima kutib qilishimiz kerak va nima olamiz? O'zini yangidan kashf qiladi, yangi kasb yaratadi va o'zini hayotga qimmat sotadi. Va men bir fikrni ilgari suryapman. Shu ID akademiyamning asosiy g'oyasi shu. Bizni hech qaysi davlat mutaxassislaridan kam joyimiz yo'q, hech qaysi talant egalaridan kam joyimiz yo'q. Shunchaki ular o'zini dunyoga to'g'ri pullaydi. Sizni bugun mana o'sha boyga aytganingizdek qo'ziqorinlarga o'xshab chiqqan psixologlar qatorida ko'rishadimi yo siz o'zingiz kimni pozitsiyani qilasiz? Yo'q, meni psixologmisiz, coachmisiz, yana boshqa yo'nalish sifatida bitta til bilan aytganda kimga murojaat qilishlarni xohlardingiz? Tirik ilm beruvchi di. Xo'p, siz psixolog Meni emasmisiz? Coach. Coach. Psixolog emasman. Psixolog emas. Life coach. Life coach. Life coach psixologdan farqi nima? Tushunmaganlar uchun ochib beringlar. Jarayonda yaratadigan. Mana san'atni deylik yozilgan qo'shiqni ham
jonli ijro qilayotganda boshqa dard bilan chiqadi-ku. Shu joyida tug'iladi. Mani ilmim joyida tug'iladi. O'sha uchun buni qanaqadir kitobga yo nimadirga bog'lab bo'lmaydi. O'sha uchun mani shunday eslashlarini va shunday o'zi aytishadi ham, tirik ilm beruvchi. Jonli, tirik deydi. Masalan, kurs yaratasiz, yana qayta o'sha kursingizni o'tsangiz, bu ko'ldan odamlarga bergandek, lekin oqar suv har doim yangi ilmni, yangi narsani xohlaydi. Mani oqar suv deyishlarni xohlayman. Ajoyib. Va shunga intilaman. Zarbalar haqida. Hayotingizda eng katta yegan zarbalaringiz. 5 yil oldin so'raganingizda bu zarbam bor derdim. Hozir uni zarba degim kelmaydi, lekin katta hayotimga ta'sir qilgan, ruhiyatimda tub burilish o'zgartirgan menga tuhmat. Darslar. Nima tuhmat va qanaqa tuhmatlar sizni kuchli qildi? Shu 18-22 yoshimgacha tabiiyki hamma ayollarda, qizlarda bo'lgani singari turmushga chiqish yoshida bo'lamiz va hamma o'sha otasiga dog' tushirmaslik, nima bo'lish haqida o'ylaydi. Men 18 yoshimda ko'ksimga medal taqqan qizman, Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindori bo'lganman va ana shu mukofot tufaylimi har bir harakatimni nazorat qilardim. Men gaplashishim kerak emas hech bir inson bilan. Men ota-onamga to'g'ri farzand bo'lishim kerak, davlatga labbay farzand bo'lishim kerak deb o'ylab qarasam, o'sha tuhmat yo'q narsa, lekin o'zim yeb qo'ygan ekanman-da. Aslida menga tashqaridan hech qanaqa zarba bo'lmagan ekan. Menga o'sha mukofotlar, berilgan erkanlik meni yuk bergan va o'sha joyda juda katta tushkunlikka tushganman va azoblanganman. Endi o'sha paytlarni eslasak, 2012 paytlari o'sha qiz bola sha'ni, turmushga chiqish juda ham dolzarb narsa edi. Hozir ham balki dolzarbligi bordir, lekin menga keladigan mijozlardan bilamanki, ancha ahamiyatini yo'qotgan insonlar kasbga, o'zini o'stirishga ko'proq e'tibor berishni boshladi. Endi u paytda bilmayman, shon sharaf masalasimidi, shunaqa edi. Men o'zimga kelgan oddiy gaplarni ham katta tuhmat deb qabul qilib, qalbingizga yoqolgansiz. Ha, o'zim qanday qilib buni yengib o'tdingiz? Tan olish orqali. Nima qilib tan? Hammasi o'zim qo'rquvim, o'zimni ahmoq fikrlarim va isbot bekorchilikdan o'ylagan narsalarim. Ya'ni o'zimni topa olmaganman, o'zimni ishim bilan shug'ullanmaganman, she'r yozmaganman, o'zim ishimni qilmaganman. Bu narsalar meni miyamni egallagan va men hammasini tan oldim. Duh va energiya. Ambitsiyalaringiz orqasida kim turibdi? Nima sizga bu duh, bu energiyani, bu ambitsiyani drive beradi? Ilmimni yeyilayotgani. Masalan, bir ovqat qilsa oshpaz juda chiroyli ovqat qildi, gulli bor boshqasi, lekin uni hech kim yemasa, u qaytib qilmaydi. Men hozir faxrlanib tirik ilm, oqar ilm deb aytayapman va shunga yarasha odamlar massa qilib miriqib ichyapti. Mana shu miriqib ichganini o'zi menga yana oqishimga, yana tirik ilmlarni berishimga yordam beradi. Meni manbam shu. Ochilyapti shunda. O'sha menga jasorat beradi. Muxlislardan, обратный связьdan ko'proq sizni bugun qayerda qidirish kerak? Men masalan, ana kun kelganimda qidirdim-da, sizni Di Xanim deb YouTube'da va Instagram'da topdim, bittasini ko'rdim. Sizni bugun bizda birinchi marta kashf qilganlar, qaysi ijtimoiy tarmoqlarda, qaysi nom bilan qidirish kerak? Instagram, Telegram, YouTube'da Di Xanim nomi bilan. Telegram, YouTube. Sayt yo'q, Facebook yo'q. Facebook bor, lekin sayt endi tushiriladi ishga. Demak, asosiy massa sizni kuzatadiganlar Instagram, Telegram. Endi men asosan Telegramda ko'proq borman, chunki menda yozuv matn o'zimni yaxshi his qilaman. Matnda ko'p ilmlarim beraveraman Telegramda. Demak, bu kimlardir yopiq o'ziga xos pulli kanallari bor, sizda ham bormi shunaqa pullik kurslar, onlayn kanallar yoki podpiskalik bir yechimlar? 15 ta yopiq kanalim bor, 15 ta yopiq kursim bor. Pullik. Ha, kursim. Nima kurslar 15 ta kurslar? Ilohiy poklanish, ilohiy tiklanish, cheksiz pullar, jasorat, qalbning yaralishi, ruh tili, Googlearderning sirlari. Juda ko'p. O'zingiz eng maza qilgan, zavq olgan albatta nimangiz bo'ladi? Bitta nomer adini qaysi? Ilohiy poklanish. Nima beradi?
nima tema, nima mavzuni olib chiqasiz? Ichingizdagi to'liq matematikani o'qiysiz. Men o'zimni poklanishda ochib bo'lganman, yangi yo'limni kashf qilganman. Ong platformalarini ochib bergan. Masalan, qo'rquv ongida inson qanaqa harakat qiladi, isbot ongida qanaqa inson harakat qiladi, ijod ongi. Ongni platformalarini sabab, oqibat ongi bitta darsda ochganman. Odamlarga ochyapman deb o'ylaganman, o'zimni ochib tashlaganman. Keyin yana bittasi bor. O'zi aslida bolalarni ajratmagan singari, har bittasini o'rni bo'lgan singari. 15 ta kursimni ham o'zining o'rni bor, lekin yana ham juda yaxshi ko'radiganim bu jasorat. Chunki bu meni o'zim. Ilohiy poklanish ham bu meni o'zim, jasorat ham meni o'zim. Sizcha eng qadrli. Eng qadrlisi jasorat, chunki meni o'zi individualniy menga kerakli bo'lgan tuyg'u. Mana kimdir g'ururdan o'sadi, kimdir maqtasa o'sadi, yo nimadir bo'ladi-ku. Men jasoratdan o'saman, jasoratdan otilib ketaman. O'sha uchun jasorat men uchun hayotimda juda kerakli bo'lgan qiziq. Va jasoratni manchalik hech qaysi mutaxassis ignasidan ipiga qadar ochmagan deb o'ylayman. Chunki bu men o'zim uchun kashf qilishim kerak bo'lgan his edi. Hayotimga juda kerak edi. O'zingiz shundan bosib o'tdingiz. Nima berdi? Jasoratingiz yo'q edi va jasoratni topdingiz. Jasorat sizga nima berdi? Jasorat hamma narsa berdi. Jasorat mana shu intervyuni ham berdi. Jasorat menga katta maydon, sahna berdi. Jasorat o'zimni so'zimni aytishga, qo'rqmasdan aytishga imkon berdi. Ya'ni ilmingiz bo'lsa va u tirik bo'lsa, u foyda berayotgan bo'lsa, ba'zida bitta jasoratingiz bo'lmagani uchun ham u ilmni ham, tirik yo'lingizni ham inkor qilib yuborishingiz mumkin-da. O'zi hali odamlar inkor qilmasdan turib, o'zingiz inkor qilib tashlashingiz mumkin. Qanchalik tirik bo'lmasin, qanchalik zo'r bo'lmasin, oshpaz ovqatni pishirdi-da, yo'lda esiga tushib ketdi, shu bersammi, bermasammi dedi. O'zi juda chiroyli ovqat tayyorladi, ta'mi ham, boshqasi ham, lekin yo'lda fikridan qaytib qoldi. Qani uni oshpazligi? Bu yoqda nima aybdor? Jasoratsizlik aybdor. Shu narsa. Anaqa, nimadan qo'rqasiz? Ilhomsizlikdan. Ijodsizlikdan. Men juda ham energiyaga to'la qizman. Hamma narsadan energiya olib, men ko'proq ilmdan energiya olaman. Yangi narsani kashf qilish, dunyoni yangi tarafdan kashf qilishni yaxshi ko'raman. Ana shu narsam tugashidan men qo'rqaman. Zo'r. Yaqin orada adashmasam yangi kurs harakatidasiz. Nima loyihaga qo'l ustab Kurs emas, o'sha akademiyani ochish arafasidaman. 5000 kishilik seminar va unda taqdimot bo'ladi, IT akademiyasining ochilishi bo'ladi. Endi sizlar maslahatlashgan holda mart-aprel. Xo'p, davayt. Demak, mart yoki aprellarda hozir o'ziga xos taqdimot reja qilasiz. Maqsad muammolar bilan o'ralashma, o'zingni yangi tarafdan kashf qil. Dunyoda bosh qotiradigan juda ko'p narsalar bor. Qaynona haqida bosh qotirishdan, bolaga pampers tugadi deb bosh qotirishdan boshqa go'zalroq, sifatliroq bosh qotirishlar bor. Qani meni missiyam, qani meni qalb kasbim, qani men odamlarga nima beraman deb bosh qotir. Maqsad shu. Odamlarda shu narsani urug'ini sochish. Boshqacha muammolariga yechim topib bo'lmaydi. Men 5 yildan beri 15 ta kursim bilan kurashdim. Dehqonim yana bo'lmayapti deb aytishadi. Men bilaman, boshqa urug' ekish kerak. Agar tomorqada semizak o't, chirmoq o't ko'payib ketgan bo'lsa, yong'oq ekish kerak. O'shanda chirmoqlarni joyi ketadi. Endi men dehqonchilik gul ekmasang o't chiqadi. Shu gul ekish kerak. O'sha uchun gul ekmoqchiman. O'zbekistonda. Hamma joy gulzor bo'lib ketsin. Gulzor bo'lib ketsin. Lekin chirmoqlar ham bo'laveradi. Asosiy auditoriya men yosh, jins, irq yo boshqa tanlamayman. O'zini topmoqchi bo'lgan 30 yoshda ham, 40 yoshda ham, 60 yoshda ham, 72 yoshda ham meni o'rganuvchilarim bor. Hozirgi kunda shu paytgacha 2000 talik auditoriyada tadbir qildim dedingiz. Necha foiz ayollar, necha foiz erkaklar edi? 10% erkaklar edi. Turmush o'rtoqlari boshqa, 90% ayollar edi. Bilasizmi nimaga? Asosiy auditoriya ayollar, lekin balki mana shu intervyudan keyin ham erkaklar o'zimiz tilimizda gapirar ekan-ku deb aytishar yoki bilmadim, uchib yuribdi deyishar, bilmadim. Kommentlarda ko'ramiz. Lekin ko'proq menda shu erkaklarga xos bir klub yoki alohida ajratib olmaganim uchun, men bir sharoit yaratmaganim uchun ular kelishmayapti xolos. Ya'ni juda ko'p taklif bor menga.
turmush o'rtoqlari tomonidan shu ayollar aytishadiki, turmush o'rtog'im ham boradigan seminar qiling, coaching gruppalar qilaman. Ularda bitta, ikkita erkak qatnashib qoladi va aytadiki, yurak yutib keldim. Shuncha ayollar ichida nima qilaman deb o'yladim. Erkaklarga ham alohida nimadir qiling deb aytishadi. Shuni rejasidamiz. Ajoyib, zo'r. Ya'ni demoqchiman, erkaklar ham eshitar balki, men ularga sharoit qilmaganim uchun ular menda yo'q bo'lishi mumkin. Pul mavzusini ko'tardik. Bu qanchalik insonlarga energiya beradi? Munosabatlar mavzusi. Bunda munosabatlarda kuzatuvlaringiz qayerda muammo, sariq zonalar, qayerda yashil zonalar, qayerda qizil zonalar kuzatyapsiz va yechimlar qayerda? Munosabatlarda, erkak-ayol munosabatida ham, kasbga munosabatda ham, ijtimoiy hayotga munosabatda ham o'zini loyiq his qilmaslik tuyg'usi birinchi o'rinda. Inson o'zi o'ylaganidan ham ko'ra ko'proq narsaga qodir, lekin negadir o'sha qo'rquvlari, qaysidir olgan yomon tajribalari hisobiga, tashqaridan olgan kerakli-keraksiz tasdiqlari hisobiga o'zini noloyiq his qiladi. Bu yigit-qiz, erkak-ayol munosabatlarida ham shundoq aniq ko'rinadi. Oila munosabatlariga kelganda ayol aytadi, men erimdan sovg'a ola olmayapman yoki turmush o'rtog'im menga yetarlicha e'tibor bermayapti. Yo'q, ularda emas. Bir erkak 10 ta ayolga 10 xil munosabatda. Chunki u ayollar o'ziga shunaqa munosabatda. Agar u ayol erkakdan sovg'a kutmasdan o'ziga ham sovg'a bera oladigan, ruhiga qaraydigan bo'lsa, u erkak ham u ayolga kelganda avtomatik o'zi bilmagan holda shunday muomala qiladi. Bo'lmasa erkak uylanganda o'zgarmagan bo'lardi. Ayol turmushga chiqib, hamma erini bir xil qilib qo'yadi. U ham Ahmadga o'xshadi deydi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, erkaklar uylansa, yangi boshqa turmush qursa o'zgaradi, ayollar o'zgarmay qoladi. Ayollarning eri как будто bir-biriga o'xshagandek bo'ladi. Chunki ayolni qolipi, ayolni ong doirasi kelgan erkakni shunga moslashtiradi. O'sha uchun ayollarda ong kengayishi bo'lishi, o'zini munosib ko'rishi, loyiqlik hissini oshirishi juda muhim. Munosabatlarni garmoniyaga keltiradigan narsa ayolni o'zi bilan kelishuvi va loyiqlik hissini joyida bo'lishi. Endi loyiqlik hissi deganda men joylikka loyiqman, men 100 ming dollar sovg'aga loyiqman deb o'tirgan joyida ko'zi yaratish kerak emas-da. U o'zi nimaga loyiqman deb deyotgan bo'lsa, shunga teng keladigan talantini qo'ysin. Men yoza olaman, men chiza olaman, men gapira olaman, men dizaynerman, men 10 ta odam orqamdan ergashtira olaman. Mana shunday loyiqlik hissini tenglashtira oladi ayol. Ayollar bunaqa kurslarga oxirgi paytda juda bir o'ziga xos trendga aylandi. Talpinishadi. Qaysidir erkakga bu yoqsa, qaysidirlarga yoqmayapti. Qozonga yaqin bo'lsa, qorasi yoqadi, u aqlni tanib qoldi, aqlli bo'lib qoldi, kalla qo'yadigan bo'lib qoldi. Bu kabi muammolar bilan nima yechim, nima tavsiyalar bor sizda? Afsuski, seminar qilyapti deb o'zi bilib bilmasdan kelganlar juda ko'p. Ommaga ergashib, shu suvni hamma olyapti, men ham olishim kerak. Shu taytni, shu parashokni hamma olyapti, men ham olishim kerak degan narsa ommaviylik psixologiyasi orqali seminar kurslarga qatnashadigan ayollar ko'p va siz aytayotgan hodisa aynan shular o'rtasida bo'ladi. Chunki u ilmni asl mazmunini tushunmaydi va noto'g'ri qo'llashni boshlaydi uyida. Hech qaysi psixolog, hech qaysi coach, hech qaysi ilm beruvchi ustoz borib ajrash, borib uyingda janjal ko'tar, eringga qo'l ko'tar demaydi. Hech qaysi niyati ham unaqa emas. Faqat uni hazm qilishi shunday bo'ladi, noto'g'ri filtr bo'ladi. Lekin yana bir narsani aytib o'tish kerak. Boshqa mutaxassislar o'sha ommaviylik psixologiyasi orqali mutaxassis bo'lganlar ham bor-da, aytdim-ku, qo'ziqorin chiqqan qo'ziqorin singari o'zini mutaxassisligini nima uchun kerakligini, suvga kerakmi, toshga kerakmi, o'simlikka kerakmi hali bilmasdan turib, kursni masalan menda o'qiydida A, B qilib yozib oladi. Shuni aytsam bu pul ekan deb chiqqan mutaxassislar ham siz aytayotgan narsaga chalinadi. Lekin ikkala holatda ham deylik ommaviylik psixologiyasi orqali kurs sotib olayotgan ayol qizlar ham ommaviylik psixologiyasi shu yoqda pul bor ekan deb o'zini o'zi yetishtirib chiqqan mutaxassislar
ham aybdor emas qanaqadir janjallar to'polon bo'lishiga. Kimda qayerda muammo bo'layotgan bo'lsa, u o'sha ong filtrida muammo. Ya'ni yomon mutaxassisga borib ham yaxshi filtrlay olsa, anglasa, u mutaxassis emasligini anglasa, uni yo'lidan og'dira olmaydi. Zo'r. Mana akademiya haqida gaplashdik, farqi yo'q. Hasan aka, sinizmi, opaizmi, ayolizmi, onaizmi yoki yaqin siz tanigan do'stlaringiz ayollar shu kabi kursimizga kelsa, kursgacha va kursdagi qaysi bilimlar, qaysi bir ijobiy xislatlar bilan chiqib ketadi degan tavsiyani beralardingiz va meni eng yaqin insonim sifatida men buni oliy taklifnoma beraman desangiz, nima uchun taklifnomaga borsangiz, nima savolga javob berasiz degan qaysi savolga javob berishim mumkin bo'ladi? Hozir bu yoqqa kelayotganda bir dastavka xizmatidagi bir yigitni ko'rib qoldim. Dastavkasini olgan, orqasida boshqa, lekin qo'lida telefon, katta nima bilan, uskuna bilan dastavkasini olyapti, o'sha joyini olyapti, shunaqa qilyapti va juda zavqlanyapti. Chiroyli kiyinib olgan va o'sha dastavkachigligidan hamma taraflama faxrlanib turibdi. U uni videoga olyapti. Endi bu kabi dastavchiklar Toshkentda qancha? 10 mingdadir, balki ko'pdir. Lekin shu bitta shu SMMni ham qo'shyapti. Texnikani, hayotni boshqa tarafdan qarashni ham o'zini qiziqishlari orqali ishini san'atga aylantiryapti. Balki u bilmadim, ijtimoiy tarmoqda yoritar u. Ya'ni kasb, ammo hamma unga har xil yondoshyapti. Men O'zbekistonda kasbim bor-u zavqlanmayapman. Men shu joyda yashayapman-u, lekin men to'liq his qilmayapman degan odamni o'sha dastavchik qanaqa o'ziga zavq topib olgan bo'lsa, bor kasbidan zavq topishni, yangi tomonini kashf qilishni, agar kasbi yo'q bo'lsa, uni o'zini qiziqishlari, palitralari, kalibrlari orqali yaratishni men uni va'da qila olaman. Men uni cho'ntagiga pul tiqib qo'yishni va'da qila olmayman. U o'zini o'zi sotib, o'zini o'zi hayotga taqdim qiladi. Lekin men yana bitta narsani va'da qila olaman. Shunday mutaxassis bo'lsa-yu, aytdingiz-ku, Marg'ilonda shunday kelinimiz bo'lsa-yu, nimaga odam chiqmaydi. Xuddi shunday mutaxassis bo'lib o'zini kashf qilsa-yu, shunday yangi bir kasb yaratsa-yu, qancha investorlar, qanaqa kadrlarga zor kompaniyalar bor. Men ularni ham taqdimotimga taklif qilaman va men o'sha yetishtirgan nihollari ular ko'chatlik qilib sotib olishadi. Shunday uchrashuv tashkil qilmoqchiman. Sizni talqiningizda kalibr bu nima? Kalibr bu kashfiyot. Dunyo o'zi bir rangda, lekin o'sha rangni o'rganish uchun million ranglar kashf qilingan. Kalibr shu. Zo'r. Brend bu ishonchmi? Brend bu ishonch. Ishonch bu brend. Brendni ishonch orqasida nima yotibdi? Brendga boruvchi muvaffaqiyat omillarinimi yo brendni yoki ishonch yo'qotuvchi mag'lubiyat omillarinimi? Brend shakllanishi uchun o'sha brend orqasida turgan insonning qadriyati juda muhim. Ishonch, yo'l tajribasi juda muhim va u yo'lda qanchalik oyog'ida sobit tura olishi juda muhim, ya'ni qat'iyat muhim. Qat'iyat, qadriyat va mehnat, tajriba. Zo'r. Mavzu katta, juda ko'p savollarni yozdim, afsuski vaqt cheklangan. Bugun men bermagan qaysi savol qoldiki, Hasan aka nima bo'lsa bo'lar ertaga, lekin bugun mana shu mavzuni yoritib ketay deganman. Bilmasam shunaqa koptok uzatdingiz, men tezroq qaytarishga harakat qildim, chunki bu juda katta maydon. Mutaxassislaringiz, sizni ko'rayotgan insonlar kichkina odam emas, har bittasi katta insonlar. Men ayta olmagan bo'lsam ham ular bilishdi. Men nima demoqchiligimni, ya'ni gapirilgandan ko'ra gapirilmagan ilmlar ham berildi. Zo'r. Dixonim, Dilrabo Norqulova. Bugun siz muxlis bo'lsangiz, qaysi mavzularni bugungi suhbatda biz yorita olmadik? Albatta siz ularni kashf qilgan inson sifatida u yoki bu jihatlari, ular hali falonchi narsa kuychisi yoki qadriyat kuychisi, diyonat kuychisi, muhabbat kuychisi deydi. Men bu qirrada o'zlarining super siylarlari, iste'dodlari bordi. Hasan aka siz savol bermadingiz, lekin ular javob bermadilar. Ularning kuchli jihatlari yoki mavzulari albatta deb albatta izohlarda yozib qoldiringlar.
Shu bilan bir qatorda bugun suhbatimizdan nimadan ko'nglingiz to'ldi va nimadan ko'nglingiz to'lmadi? Albatta uni ham yozinglar. Siz bo'lsangiz qaysi savollarni bergan bo'lardingiz, balkim kommentariyada Dilrabaxon sizning savollaringizga javob berarlar. Va albatta qaysi fikrlarga qo'shilasiz va qo'shilmaysiz, buni ham izohlarda yozib qoldiring. Bitta bo'lsa ham ko'nglingiz to'ladigan joyi bo'lsa, bexijolat kalibrni, kapitalni har qaysi ko'rsatuvni xohlagan, o'ziga yoqqan va yoqmagan joylarni kesib tarqatishga biz nima avtorlik huquqini talab qilmaymiz. Bexijolat.uz tarqatib ko'pchilikka manzur bo'lishiga sababchi bo'lsa, tepasiga bemalol reklama e'lon qo'yib, millionli prosmotr olsangiz baraka topaveringlar. Bugun suhbatdan nimadan ko'nglingiz to'lmadi? Hammasidan ko'nglim to'ldi. Qaysi savoldan ko'nglingiz ko'proq to'ldi? Qaysi mavzu sizga ko'proq yoqdi? Qaysi jihatlarimiz sizga manzur keldi? Hammasi yaxshi. Yaxshi. Muxlislarga yakuniy tilaklar, tavsiyalar, xulosalar. Hammasi yozilyaptimi? Yozilyapti. Montaj qilinadimi? Odam xilqat, mo'jiza, uni har kun kashf qilish kerak. Kashf qilinmagan kun odam bo'lmay qolgan kunimiz. Shuning uchun har doim inson o'zini kashf qilishda bo'lish kerak, kalibrda bo'lish kerak. Men shuni tilab qolgan bo'lardim ishtirokchilarga, kuzatuvchilarga. Kashf qilmagan kunim men uchun o'limda, bitta ilm, bitta narsa yozib qo'ymagan kunim. Shu uchun. Dilahsalik degan kanalim bor, ko'rmagansiz. U joyda kichkina lahzada kelgan fikrlarimni yozib qo'yaman va shu orqali ham juda ko'pchilik bilishadi. Bir uzoq davrlarda yashab o'tgan bir faylasufning gapini tarjima qilib qo'yapti degan gaplarni ham eshitganmiz o'sha kanal haqida, lekin u chunki yuzim yo'q, u yoqda videolar bilan qo'yiladi-da. Demoqchimanki, o'sha lahzalikda ham men bugun kashf qilgan gapimni yozib qoldiraman. Shu bir kun lahzalik yozmasam, o'zimni yashagandek his qilmayman. Shu uchun yashagandek his qilish uchun har kun o'zingizni kashf qiling, kalibrni ko'ring. Yaxshi ko'rgan she'ringiz bormi? She'r aytadigan odatingiz yo'qmi? She'r aytadigan odatim bor. Mayli. Ayting, maza qilib testalik qilib, chunki aniq Abror Muxtorali ham ikkita uchta bir ochilgan zo'r she'rlarni aytishda, "Oka, mana she'ringiz manzur keldi" deb ko'pchilik yozibdi. O'zingizni hayotingizni, mazmuningizni yoki bir qanaqadir energiyangizni ifoda qiladigan, qalbingizga kelgan eng yaxshi ko'rgan she'rlardan. O'zimni she'rlarimdan bahor haqida o'qiy qolay. Siz yo'llar tanobin tortgan sayyohsiz, kiyik so'qmoqlardan yurmadingizmi? Siz yerdan ogohsiz, ko'kdan ogohsiz, mening bahorimni ko'rmadingizmi? Dunyo tilsimlari qoshingizda jam, nigohingiz tiyrak, yulduzlardan ham ko'pni ko'rgan inson, ey donish odam, mening bahorimni ko'rmadingizmi? Tegrangizda tog'lar cho'kmushlar qator, jilg'alar ko'z yoshin to'kmushlar qator, so'roqlar bag'rimni so'kmushlar qator, mening bahorimni ko'rmadingizmi? Bahor sellaridek toshqin, shaxtlisiz, Sulaymon otadek tojli, taxtlisiz. Ayting, buncha xursand, buncha baxtlisiz, mening bahorimni ko'rmadingizmi? Ajoyib. Mehr qolur, muhabbat qolur. Azizlar, bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni Dixanum, Dilrabo Norqulova edilar. Sizga faqat va faqat yaxshiliklarni tilaymiz. Bizga yurtda tinchlik bo'lib, do'stlar salomat bo'lsin. Siz ham salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Juda ham mazza qildim. Men siz bilan bunaqa ochilib gaplashaman deb o'ylamagandim. Lekin meni knopkamni bosdingiz, yayradim. Sog' bo'ling. Juda yaxshi bo'ldi suhbat. Ajoyib. Sog' bo'ling.